Başqa gap bo'lmasa biz yana shu darsimizning temasiga aloqador paranglab boshlag'ach turlar, boshqa savollar yo'q ekan. Biz oldingi qatimda shu hadis va ulumul hadisninki mabodi'lari, yana buningki anaqa tarixi, buningki meydonga kelishdagi bosqichlar, ana shuningdek buningki qolgan mavzusi degan temalarda bir ixcham to'xtalganday bo'ldik. Endi bizningki bugungi kitobni ichiga boshlayotgan yerimiz shu nubzatun tarixiyya an-nash'a ilmul mustalah val atvar allati marra biha degan yerdan boshlanadi. Va biz buni hozir shu kitob bo'yicha kitobga kirib davom qilamiz. Kitob kirishdan avval shu hozir biz boshlamoqchi bo'lgan shu bo'lakka aloqador tema biz buni oldingi qatim qisqa deb bo'lgan yana ixcham shaklda xulosalaymiz. Shu ilmul mustalahninki meydonga kelishininki va tarixi va u boshdan kechirgan bosqichlar deydi. Endi ilmul mustalah ilmi, ya'ni usul hadis ilmi yoki usul hadis ilmi. Endi shu hammasi biz oldingi qatimizda tushuntirdik. Shu ilmlar zodi qachondan tortib meydonga kelgan, bu qanday bosqichlarni besib o'sgan. Endi buningki meydonga kelish bosqichini oldingi qatimda deb bo'ldik. Shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamninki zamonasida buningki asoslari, ya'ni garchi bu qoidalashib buni presturi so'zlanmagan bo'lsa-mu, xabarlarni naql qilish, xabarlarni tadabbur qilishda ma'lum prinsiplarning asosi sanalgan. Masalan, bu keyingi so'zlarimiz bu yerda Alloh subhanahu va taoloninki ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu degan shu prinsip bo'yicha har qanday bir xabarlarni aniqlash, xabarlarninki sahih yoki g'ayri sahih ekanligini, buning isnodlarini bekitishninki zarur ekanligi, buningki temel asoslari shu davrdan tortib maydonga kelgan. Endi bu mustalah ilmininki boshdan kechirgan tarixlari deydi. Bu kitobga kirishdan avval buni deydi. Bu boshdan kechirgan tarixlarga bizning ulamolarimizda nurg'un qarashlar bor. Masalan, ba'zilar buni bosqichlarni bir qancha bilib, ba'zilar ba'zi bosqichga bo'ldi deb, ba'zilar 7 dedi, ba'zilar undan ko'p bosqichlarga bo'ldi. Demakki, bu shu boshdan kechirgan tarixlarni yakunlashdagi shu musannifninki yoki shu ustozninki o'zininki e'tibor bergan nuqtasiga qarab turib, shu ulumul hadis yoki ilmul mustalahninki shu tarixiy bosqichlarini shunchalik mancha bo'lgan. Endi bizning kitobda, qo'l oldimizdagi bo'lgan kitobda u mancha bosqichini boshdan kechirgan degan bu tafsilot yo'q-ku. Ammo men o'zimizningki nazaridagi tercih qilingan, shu kuchli qarash deb bilingan bu bosqichlarni qisqacha xulosalab ketib qo'ymoqchi. Kuchli bo'lgan qarashlar yakanda bizga eng yaqin tuyulgan yoki ilmiylikka biza qanoatlik deb bilingan qarashlardan shu ulumul hadis boshdan kechirgan bu bosqichlar 7 bosqichni boshdan kechirgan deydi. Ulumul hadis ta maydonga kelib, yana bizning davrimizga kelgan qadar shu 10 asr, 14 asr zamonida buningki bosqichi asosan 4 bosqichni boshdan kechirgan. Birinchi bosqich qaysi desa, birinchi bosqich shu tunji uningki maydonga kelish bosqichi. Ya'ni buning tunji maydonga kelish bosqichi shu sahobalar davrida maydonga kelgan. Buningki asosliq davri qachon bo'lgan desa, shu Hijriya 1-asrdanki oxiri, ya'ni 2-asrning boshlaridan azaq aralash shaklda shu vaqtga qadar, ya'ni Hijriya 1-asr butunlay tugab, 2-asrdanki oldingi chorak asr vaqtiga qadar bu davomlashgan. Endi bu bosqichlarninki shu davr asosiy jihatdan ulumul hadisninki maydonga kelish bosqichi. Endi buningki biz sahobalar, masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davridagi sahobalarning hadisni naql qilishlariga qarasak, bu hadis naql qilishda asosiy jihatdan bu naql qilingan usul qoidalarga rioya qilib o'zini ko'ngli bilisizmi, xuddi arablar nahv xotirlanishdan avval nahv qoidalarini so'zlaydiganimizdek, usul hadis qoidalari garchi u vaqtda dars qilinib, kitoblar qilinib tuzilmagan bo'lsa-mu, hammasi xabarlarni yetkazishda hem o xabarning sahih bo'lishi, hem o xabarninki xato nisyonlarni sog'lom bo'lishi uchun shu qo'llanishga tegishli butun vositalarni qo'llanib yetkazibdi bu. Ammo
bu sahobalarning o'zida mushu keyingi bizniki mustalah deb atalgan atalg'ular masalan ma hadis marfu ekan ma hadis javo maqtu ekan ma maqbul bo'ldi ma mardud bo'ldi ma hadisni amal qilsak bo'lgan hadis ma bo'lmaydi degan hadislarga islohiy shaklda qoyilishi maydonga kirish bosqichi mushu sahobalar davrida maydonga kirishga boshlagan. Mesela bununki asaslık bo'lgan örneklerden birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri Hicriye 1. asrınınki şu 105'ten evvelki 40 yılda mesela şu evvel 40. yıllar kadar Hicriye 40. yıllar kadar bu vakitte hadisni nakil kılışlarda asal cihetten şu ravilarınki adaletli ravilarınki takvalık hakkında asal cihetten sürüştürmekte. Asal cihetten sürüştürmekte takatlam oladı ki bular çünkü hemiz sahabe, hemiz takva, bularınki Resulullah hakkında, yani Resulullah'ın hadis hakkında andaqtu yoki mandaqtu o'zgarishlarninki ma'lum qasadliklarning bo'lib qilishi asla bularninki manda gumonig'imi xiyolg'imi kelmaydi. Ham aminiyatmi ular shunday. Ular ham shunday shaylikda buni oldi qatam nihoyatda tafsili bayon qildi. Ammo fitna yuz bergan zamonimizda deymiz-ku, ammo shu vaqtlardan keyin bu yerda u yerdagi bizning sahobalarni bosh vaqtda tabiinlar bor. Shu vaqtda hadis alachaqda bu hadisninki elish da faqatlam bu da xatolik yuz qolganmiki yoki unutib qolganmiki deyotgan bunda xato va nisyonga bo'lgan oldin aytgan vaqtdan tashqari u raviylardagi bo'lgan adolat, raviylardagi bo'lgan taqvolik, bu rost gap qildimi, hatto yolg'on gap qildimi deb buni aniqlashlar boshlandi. Endi biz Hijriyaniki 5-ki asri qarasak shu baş davri qarasak bular raviylarning isnodini tekshirish kelgan vaqtida o'yinchilik izlanish qilmagan bo'lsa-mu, faqat ular matnidagi xato va nisyonga bo'lgan ko'ngil bo'lishlari, buning oldini olish uchun xato va nisyon yuz berib qolmasligi, hadisga orishib qolmasligi uchun buningga ko'rilgan choralarni sahobalar qo'llanib kelgan. Masalan, Abu Bakrning zamonasida qaraydi, Umarning zamonasida qaraydi. Bularning hammasida Rasulullohning hadisiga ma'lum bir qasallik emas, bir xato yoki nisyon sababi bilan ma'lum bir bo'lmagan so'zlar qilishdan buningga saqlanish uchun nurg'ulg'an vositalarni qo'llangan. Bu vositalarning asosiy 3 dona orbitasi bor. Asosiy 3 orbitini bu vaqtda maydonga kelib qo'ygan. Garchi uning ayrim bir ism qo'yilmagan bo'lsa-mu, birinchisi qarasa esa ulardagi rivoyatlarning qilishningki soni azaydi. Masalan, nurg'un sahobalarning rivoyat qilindi, ham shu keyingi asarlardan bor. Bu asosiyatdan rivoyat qilishning, Rasululloh nomidan hadis rivoyat qilishninki soniga, buningki rivoyat qilishga birga oz rivoyat qilishni najibga tarjih qilgan. Hattoki zur bo'lmagan joyda hadis rivoyat qilishdan o'zini qochagan, hattoki bevosita Rasululloh munda degan deb hadis rivoyat qilishdan qochib, boshqa bir sahobadan olgan bo'lsa, men falon sahobadan olgan deb qilib shu, garchi Rasulullohdan olgan, sahobadan olgan bo'lsa, Rasulullohdan olganini rivoyat qilmay, sahobadan olganini rivoyat qilgan. Chunki bir o'zininki Rasulullohga bevosita holda so'z qilib, ma'lum xatolarga tushib ketishni saqlanish uchun bu vositani qo'llangan. Buning asosiy keyingi ulamolarimiz buni yakunlagan ismi nima esa taqlid rivoyat. Rivoyatni oz qilish. Endi bunda masalan ma'lum sahobalarni, masalan Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ma'lum sahobalarga ma'lum cheklovlarni qo'yganliklari ma'lum kitoblar yozilganlarda. Demakki, bu rivoyatni oz qilish, ya'ni bu rivoyatninki sog'lom, sahih saqlashga sahobalar qo'llangan usullardan birisi shu vaqtda maydonga kelib bo'lgan. Bu bir. Ikkinchi birisi nima esa, ikkinchi birisi shu raviylar, agar sahoba bo'lsa shu vaqtda bu sahobalar bir hadisni rivoyat qilgandan keyin sahobalarningki shu rivoyat qilgan hadisidagi isnodlarni nima qilish va tasabbut qilish. Endi bu tasabbut qilish degan chog'imizda buningki sanadini, biz yuqorida sanadda raviyda xato mundalik deymiz, qasddan yolg'on so'zlab qilish Rasulullohning hadisi haqida yoki Rasulullohning hadisiga qasddan bir yolg'on yo'q so'zni kirgizib qo'yish ehtimolli yo'q dedik. Haqiqatan yo'q. Lekin u raviy, u sahoba yana bu o'zininki insonlik bilan ma'lum unutib qilish yoki nisyon sababi bilan kirib qolganmi deganni mushuni oldini olish uchun tasabbut deydiganlar. Tasabbut deganimiz zaten mushuni anlaganligiga yoki mushu rivoyat qilgan, mushu bizga yetkazgan mushu so'zni Rasulullohdan anlaganligi zaten aniqmi? Yoki buni ma'lum unutib qilish yoki bo'ldimi deganlarga oldin olinadigan tasabbut degan bir yo'lni tutdi. Bu yo'l qarasa ma'lum bir rivoyat keladi. Masalan, xuddi allaqachon mazaq qilib ketdik. Masalan, xuddi Abu Musa al-Ash'arininki Umar roziyallohu anhuninki ishkinchi kelib, uch qatam chekib yenib ketgan vaqtida
Ömer onunla sen demiş bunda gitse bu degende Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den üç ketip izni soranlar, bazı kiranlar ben mayqab qalsa, bu yerda ketinglar degan bu rivoyatni rivoyat qildi. Bu vaqtda Ömer qanday qildi? Sen bu bir ayeti meşhur bir tegishli bo'lgan bir so'z ekan, lekin buni sen yolg'iz anglabsan, buni o'zing bilan birga anglagan boshqa bir guvochi yoki boshqa bir raviyni sen akagan bo'lsang, bundan keyin buni qabul qilamiz. Agar unda olmay qolib qolsa, sen bu degan gaplarni qilgandan keyin Abu Musa al-Ash'ari o'zidan boshqalarning Rasulullohdan shu hadisni anglaganligiga aloqador hadislarni keltirgan. Demakki, masalan nima desa bu tasabbut ilm bir hadisni anglagan sahobadan yana bir sahobadan anglaganligi, masalan falon anglagan bo'lsa, buni zodi aniqlash uchun yana bir sahoba yana bir guvohni izlagan. Ya'ni bu sahobalarningki shu davrdagi hadislarni qo'g'dashdiki bo'lgan shu ulumul hadis prinsiplariniki maydonga kirishning eng boshlang'ich saviyalardagi shu bilan yo'llarning birisi. Üçüncü yo'l qasidasi bu raviylar deb sahobalar maydonga kelgan u bosqichlarning uchinchi bosqich naqd. Naqd degan nima desa, u sahoba, ya'ni raviy sahoba, u sahobaningki yolg'on gap qilmaydiganligi u bu deganligida tamoman shak yo'q. Ammo u rivoyat qilgan rivoyati, ya'ni u hadisning matnisi ma'lum bir aqliy bo'lganligi uygun bo'lmagan bir mazmunga, aqlga sig'ib bo'lmaydigan mazmunga yaqin bo'lib qolgan bo'lsa, yoki Qur'ondagi bo'lgan ma'lum bir oyatning mazmuniga nima qilgan bo'lsa, sal uyushmaydigan, sal zid kelib qoladigan ehtimolli bo'lgan rivoyatlar bo'lgan bo'lsa, yoki mashhur bo'lgan bir ma'lum bo'lgan bir hadisga bunda bir uyushmaydigan, unga mos kelmaydigan, zid kelib qoladigan taraflari bo'lgan bo'lsa, buni naqd qilib, voy bu bunda bo'lib qoldi deb, lekin bu rivoyatlarga ma'lum e'tirozlar chiqqan. Mesela xuddi Ayşe radhiyallohu anhaninki, inson, mayitning o'lgan insonninki oilasidan uning yig'izora qilish bilan, uning yig'ilishi bilan nima qiladi? Azoblanadi degan hadisini Qur'oni Karimdagi la taziru waziratu wizra ukhra degan yana bir oyatga, mazmuniga buning qilib qoldi dedikda, ma'lum uni hadisni naqd qilishi. Endi buningda o'xshashliklar ham nurg'un yerlarda bor. Demakki, bu sahobalar davrida asosliq shu davrdan burundan tortib shu ahvollar maydonga kelib bo'lgan. Ammo Hijriya 1-asrning tang yarimidan oxiri bo'lgan qadar bu yerda shu san'atga aloqador. Hatto yuqoridagi matnlar raviyninki bundalik zabtiga aloqador emas, hatto raviyning adolatiga aloqador bo'lgan izlashlarmi, san'atlarga bo'lgan talablarmi, san'atlarga qo'yilgan o'lchamlar maydonga keldi. Bu chog'da nurg'un atoqlar maydonga keldi. Masalan, bizningki ovozi taqlab qolibdi. Shuna ovozi normal bo'lgandan davomlashtiriladi. Demak, 1-asrninki oxiri cheketmay turib, bizningki mustalahlarimizdan hadisi marfu, hadisi mavquf, hattoki hadisi mursal, hadisi maqbul mardud degan nurg'un atalg'ular maydonga kelib bo'ldi. Demak, bu hammasi ulumul hadisninki maydonga kirish bosqichlari hisoblangan. Endi buni biz shu deymiz, shu birinchi maydonga kirish bosqichi deb tushunsak bo'ldi. Ikkinchi bosqich qasid esa, ikkinchi bosqich buningki mukammallashish davri. Davr takom. Endi mukammallashish davri qarasak, buningki davr qachon davomlashgan desa, Hijriya 2-asrninki 5-i ta bu Hijriya 3-asrga qadar bu oraliqda shu hadislarninki ulumul hadisning ma'lum qoidalarininki, ma'lum prinsiplariniki texnik sistematik shaklda nima qilish, mukammallash bosqichi bo'ldi. Endi bu bosqichlarninki ahvoliga qarasak, bu bosqichlarda shu 1-asrda maydonga kelmagan nurg'un nimalar atalg'ular. Hattoki shu hadis to'qimachilar miqlar vaqtidagi hujum qilishdagi shu jarh ta'dil, masalan rijal ilmlarda emas, bu ilmlar shu davrda asosiyatdan noiti ulug' mukammallashgan. Endi shu davrdagi hatto sahobalarning oxiri tugab, bu shu tabiinlar davriga davomlashgan. Shu davrda asosiyatdan shu san'atni aniqlash, raviylarninki jarh ta'dil qilish, bu ilmlar muqatilib asosiyatdan ulumul hadis asosan to'liq mukammallashib bordi. Endi buni uzatsak bo'ldi gap yo'q. Demak, ikkinchi davr qolisi mukammallashish davri. Endi bu ammo bular davri, mayli bizningki davri nushu deymiz. Ya'ni 1-asr bu ulum hadisning barlashtirish bosqichlari bo'ldi dedik. Ikkinchi asrni biz ulumul hadis bosqichlaridagi mukammallash bosqichi dedik. Mush ikkala bosqichdagi
hadis ilmi, ulumul hadis qoidasi olsun, yoki bunun ma'lum prinsiplari olsun, bularning hammasi bunda yiziq holatda, xotirlash holatda maydonga keldi. Mayli bu takomul davri olsun, ikkinchi asr olsun, yoki birinchi asr olsun, bu bunda yiziq shaklda maydonga keldi. Ammo 3-cü əsr, yəni 3-cü dövr bizdənki ulumul hadis basqıçlarındakı bu ulumul hadis qət'iyyətlib tədvin basqıçı. Amma tədvin basqıçı degan çağımızda bu nimaga mətub hadis ilmlərinə aid tarixini kirib gəlsək bək uzun gəp çıxırdım. Şoňa gəpnin qısqası 3-cü basqıçda bu ulumul hadis kitaplarının qət'iyə kirgizilib, anda şəfəvi şəkildə, ig'zaq şəkildə ustaz talib sözləb, yoki talib ki ustozning prinsiplarini his qilgani bo'yicha yokanda ugatgani bo'yicha ig'zaki bo'lmay kitobga haqiqiy xotirlanish bosqichi. Bu bosqichlar qachon davomlashgan desa, shu ilminingki bizningki 3-asrlar, shunga tava bo'lib ketgan zamonlarda bu asrlarninki besh. Endi bu asrni boshlagan kishiningki tunjisi Imom Shofiy rahimahulloh. Imom Shofiy rahimahulloh bizningki Ar-Risal degan kitobida, Al-degan kitobida, shu ikkili kitobda ulumul hadis ilimleri hakkındaki malum ıslahlarını şerhleyen, hatta hadis-i makbulun şerhlerini şerhleyen, sahabenin kavlu sahabeninki, yani sahabenin bu mesele kadar bu hakta cevap sözleyen, nurgulluğun şu ulumul hadisninki ıslahatlarını kitapta yazılıp kalemge algan tunca baskuç bu. Bu 3-cü baskuç dep hesaplangan. Ama Hicriye 4-cü asır başlanıp, 3-cü asır çıkıp 4-cü asır başlangan vaqtida bu yerda ulumul hadisninki haqiqiy mustaqil bo'lgan bir kitob xotirlanib yozilish bosqichi. Mustaqil, unda ma'lum bir o'xshash, risala o'xshash, ma'lum bir bobda yoki ma'lum bir prinsip nimada emas, mustaqil bo'lgan bir pay shaklida maydonga kirish bosqichi. Bu bosqich qachondan davomlashgan desa, tunji bizningki Imom Rami Hurmuziyninki nimaningki Al-Muhaddisul Fasil baynar rawi val vaid degan kitobni yozish. Mushu bosqichda alahazal bu Hijriye 4-cü asrninki, yani 340-yillarda yozilgan kitoblar, mushu Hijriye 4-cü asrninki mushu yozilgancha undan keyin ulumul hadismi mustaqil bo'lgan bir kitob shaklida, mustaqil bo'lgan bir mudavvan shaklda, mustaqil xotirlanish bosqichi. Bu bosqichni ulamolarimiz deb atagan bo'lsa, bu mustaqil bo'lgan bir kitob. Yani yuqoriga yozish bosqichi desak, ulumul hadisni, ulumul hadisni tadvini mustaqil qilib xotirlash bosqichi. Bu bosqichninki zamoni Hijriye başlanışı, Hijriye 4-cü asrninki başlarından tortib bu ishlar, mesela şu İmam Rami Hurmuziyninki şu hareketi bilan bu ish boshlanganday. Hamda bu bosqich asosiyatda 4-cü asrdan şu nimaga qadar davomlashib 4-cü asrdan ta şu 7-ci asrlarga qadar şu yozishlar davomlashdi. Hamda bu asosiyatdan men mesela mustaqil bu davrda yozilgan kitoblarni keyin so'zlaymiz, keyin chiqdi ekan, shu yerda o'ltirmayli. Shu davrdagi mustaqil ayrim bir shaklda ulumul hadisqa, mustalah hadisqa ayrim kitob yozadigan bu bosqichlar davomlashgan. Bu bosqich Hijriye 4-cü asrdan 7-ci asrgacha yozilgan kitoblar. Endi bu davr yozilgan kitoblarning qatorida masalan bizningki Baytul Qudumizda İmam Rami Hurmuziyning kitobi tunjisi, undan keyin Kifoya, Al-Ilma, Xatib al-Bag'dodiyning kitoblari. Bular aşağı taki İbn Hajar Asqalonininki davriga qadar, Hijriye 7-ci asrga qadar bu bosqichlar davomlashdi. Endi shu eng 5-ci bosqich qasi desa, 5-ci bosqich ulumul hadis ilmininki eng pishib bitilgan, eng mukammallashgan, mükemmellleşik harap mı kılgan ve pişip boğan. Bunu odamda mayerde boşluğa kaptı, mayerde binası kılıçtı, işte dep uyanıp kullanmaydıgan dereyde pişip ketken basqıçı. Bu əsr Hicriye 7-ci əsrdən tartıb Hicriye 10-cu əsrə qədər davam edir. Endi bununda məsələn bu dövrdə gələn kitablardan məsələn şu İmam bizninki İbn Hajar Asqalonining zamanından tartıb, məsələn şu o zamanın aldıkəyindən tartıb ta İmam Suyuti, İmam Sahavining zamanına gələn qədər. Mesela İmam Suyuti'nin Tedrib-i Ravi diye kitabı. Yani tanıştırmamız için. Bu kitaplar yazılgan kadar başkoç ulumul hadisinin, burunkularının ilmini xulasılap, burunkularda çalıp koygan yani tuluklap, rəssizliklerini tuluklap azaciyetin mükemmel boğan başkoç Hicriye 10-cu əsrgacha bu nəhayət mükemmelleşik qarapmandı. Bu 5-ci əsr. Endi bu
6. davr qazisi, 6. davri bu ulumul hadisning boshdan kechirgan. Bu ulumul hadis ilminingki asosiyatin orqaga qarab chekingan bosqich. Asosiyatin shu bir iz to'xtab qolgan deymiz, bir iz to'xtab qolgan bosqich. Shu ya bu yangilik yo'q, ya bir maqamagan, hali shu burun Imom Suyutiyla, Imom Navaviyla shu davrda qoldirib ketgan shu narsani saqlab qolgan. Ammo onundan başqa ulumul hadis sahasini bir canlandırıp bu sahada mükemmel bo'lgan bir asar maydonga kelmagan yakanda kasimi shu burunqi yozgan kitoblarni sharhlash, unga hoshiya yozish, uni nazm qilish, masalan Manzumatul Bayquni shu davrda yozgan kitoblar. Shu Manzumatul Bayqunininki yozilgan davrida bor. Masalan, bu kitoblarning hammasi ilgarikilar bekitgan shu kitoblarninki Muşu kitaplarınki xulasını bizge nima qildik asosiyatdan to'g'ri bir yangi bir ijodiy shaklda xuddi 7 asrdan 10 asrgacha bo'lgan zamonda birsi har hal qilmagan burunqilar hal qilmagan yangi masalalarni hal qilayotgan. Hattoki burunqilarninki hatto Imom Buxoriy, Imom Muslimninki o'zininki garchi ular o'zininki kitoblardagi sahihlikni masalan Buxoriy sharti, Muslim sharti masalan bu shartlarni keyingilar buni javob buni voyaga yetkazib buni xuddi Imom Buxoriy og'zidan anglag'ini dikilmasligidek buni shunda bizga yetkazib bir sohani bo'sh qo'ymay hamma sohaga meyli matniga aloqador bo'lsin, meyli san'atga aloqador bo'lsin, meyli ado va tahammulninki adablarga aloqador bo'lsin, hammasini bu bizningki ulamolarimiz shu davrda jonlantirgan, ammo 7-asr, 10-asrga qadar bunda ishlar bo'lmagan demak. Xo'sh, undan bo'lsa bu eng oxirgi bu davr qachon qadar davomlashdi desa, bu rukud davri, ya'ni bu turg'unlik davri yoki endi bir o'z to'xtab qolish davri. Şu hicriye 10. asrdan ta şu hicriye biz asrlatgan asrlar kadar, 14 asr kadar, 10. asrninki o'tirlara kadar bu asr davomlashdi. Endi bu chog'da azajatdan bir yangilik yo'q, yoki bir jonlanish yo'q shunda. Nurg'un pallada shunda hamda bizniki mayli usul fiqhda biz ashyaga borsak, shu davrlar sal masala bor. Bu endi bizniki sabablar nurg'un, endi bu sabablarga kirib ketsak kitoblanmaymiz. Bunun sabablar nurg'un. Ammo chiqib qandaqlik sabablar bog'layli, mushu davrlarda unda bir jonlanish, endi yakanda bir yangilikqa erish bo'lmagan. Ammo butunlay ulumiyat uzib qolgan modisi yo'q. Uzib qolmagan nurg'un kitoblar yozib turgan, masalan, ashiya shaklida, manzuma shaklida, endi bir shaklda, ammo 7-asr, 10-asrga bo'lgan jonlanish asosan to'xtab qoldi. Endi o 10-hijriya 10-asrdan 10-asrdan keyingi bu turg'unlik, bu bir iz to'xtab qilish tam o'sha hijriy 14-asrninki, ya'ni 13-asrninki o'tirlarga qadar bu davomlashgan bo'lsa, endi bu yangi asrda biz asratgan asrda bu ulamolarimiz yana qaytadan davrul yaqzatvatdan berib atalgan. Ya'ni bu uyg'unish davrida. Endi uyg'unish davri deganimiz bizningki shu ulamolarninki bizningki atalg'usi bo'yicha islomninki har sohalarda uyg'unishlar bo'lgan bir davr. Endi musulmonlarga ait bir mag'lubiyatga yo'liqib, musulmonlar o'zining barliq umrlarini yo'qotgandan keyin, ya'ni musulmonlar ichidan bir bo'lak islohotchi, bir bo'lak manfaatli, foydali shayni izlaydigan ulamolar maydonga kelish bilan hamma sohada, mayli tafsir sohasida deymiz, mayli fiqh sohasida deymiz, hamma sohada bir xil yangilik, uyg'unish harakatlari bo'ldi. Shuning o'xshash ekanida ulumul hadis sohasida bir xil yangi uyg'unish bu turg'unlikni buzib tashlaydigan, bu yerdagi bo'shliqlarga his qilib, bu bo'shliqlarni to'lg'asak o'tdi. Bu ulumul hadis qismi hozirgi davr ehtiyojini chiqarmadi. Shu bu davr ehtiyojini chiqaradigan shaklda buni tillarni hozirgi davrga moslashtirib, yoki hozirgi davrda bo'lmagan xiraslar hozir bor. Burunlarda bunda muhtashaqlarninki hadislarga qildigan shu billar yo'qdikin paydo bo'ldi. Masalan, burungi davrdan hozirgi davr o'xshamagandan keyin hadisni o'sha davrimizga xizmat qilg'izoladigan qilish uchun yana nurg'unlig'an nimalarga bizniki itoatlarga muhtoj bo'ldik. Endi bu muhtojligimizning sababidan Alloh bizga bir uyg'unish vaqtini berdi. Bu uyg'unish davri asosiyatdan shu biz yashayotgan asrninki oldingi asrning oxirlaridan tortib davomlashgan 13-asrninki shu başlardan tartib, o'tirlardan tartib, davomlashib, kelyapti. Endi bu vaqtda yozilgan materiallarninki
eng mo'tabarlardan birisi bizningki maktab mislni so'zlaymiz mushu nimaningki bizningki Mustafa Sabainingki As-Sunna ve Mekanatı fi Teşri' al-İslami degan kitobi. Bu undan boshqa Qosiminingki kitobi. Endi bularning hammasi mushu yangi davrdagi uyg'unish harakatlarida yozilgan kitoblar. Hattoki Al-Hadis ve Muhaddisun degan kitob Muhammad Abu Zahraningki, bularmi mushu uyg'unish davrida yozilgan kitoblar. Endi uyg'unish davri kelgandan keyin mushu sunnatga qanday muomala qilish, sunnatni qanday tunish, sunnatga burunqilar bizga bekitib qo'ygan islohlarni hozirgi davrdagi nimamizdan yangi tushundirish yo'llarida jiq izlanishlar bo'ldi. Bir xil tarix qilyapti. Bu yaxshi davr demak. Demak, endi bizningki atvar degan chiqib qolganlik uchun hamma gap kirib qoldik. Oldin qatam bu gapni deb qo'ygan. Qisqan shunga biz buni oxirlashtiramiz. Demak, ulumul hadis muhimda barliq qilishdan tortib pishib tortib turg'unlik davriga qadar oxirdagi gulnish davriga qadar bo'lib, asosiyatda muhimda 7 bosqichini boshdan kechirgan deb tushunsak to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Unda biz kitobga yenib kelsak, kitobda endi bu yerda bizning qarindoshlarimizningki bir-birliklari qasqonsa iborat nima qilsak degan gapni o'tirib qo'ygan. Shunga iborat asos qilib turib manga kirilib, lekin tushunmagan yerlar bo'lsa, shundimma so'sanglar bo'lmasa iborat asos qilib ma'masak ba'zilarningki iborat kama bizlar ehtiyoj bor ekan. Mubzatun tarixiyya an-nashat ilmul mustalah val atwar allati marra biha. Ilmul mustalahning, ya'ni mustalah ilminingki barliq qilish tarixiy bo'lgan, masalan, biz deganimiz o qishchan bo'lgan, ya'ni onun javhiri, oningki asli kartinisi degan ma'noda olsak bo'ldi. Mustalah ilminingki barliq qilish tarixiy kartinisi va boshdan kechirgan, marra biha degan boshdan kechirgan, u o'tgan narsa boshdan kechirgan bosqichlar. Bahisul mutafahhis, yana bir narsani izlanguvchi degan gap, ya bir tadqiqotchi, izlanguvchi bu ilmi rivoya yoki naql axbar ikki bir gap. Rivoyat ilmi yoki xabarlarni yetkash, xabarlarni tuvallarga yetkazish, naql qilish bu ilminingki asoslari, yana asosiy bo'lgan ruknlari, prinsiplariningki kitobi azizda, sunnat nabaviyyada mavjud ekanligini ko'ralaydi, buni bilalaydi. Bundan qarasak Qur'onda, hadisda bu bizningki davatgan ulumul hadis ilmimizningki yoki rivoyat ilmining asoslari bor deganni ta'kidlaydi. Masalan, Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taoloninki ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu degan so'z keldi. Ey mu'minlar, agar sizlarga bir fasiq xabarni olib kelsa, fasiq bir xabarni yetkazsa, fatabayyanu, u xabarni aniqlanglar. Demakki, har qanday xabarni anglaganlikni gapga voy shunday ekan deb yo'kirib ishlab ketmay, buningki zodi tigi bor gapmi yoki bir yolg'on yo'lda olib qochdi gapmi, buni yetkazguchi, buni nima g'araz yetkazdi, buni aniqlash bu Alloh tomonidan buyurilgan buyruq. Demakki, bu sunnat, ya'ni hadislar, xabarlar bizga yetkazgan chig'imizda biz normal xabarni biz shunday tashvishga bo'lgan ekanmiz, Rasulullohningki sunnatidan bizning shariatimizga alohida taraflarda bir xabar yetgan chog'da buningga bakroq diqqat qilishimiz kerak. Shuningdek keldi masalan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nazarallohu imran sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'a. Tarubba muballighin aw amin sami. Ana mayli bir rivoyat keldi, rubba hamila fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Ve rubba hamil fiqhin laysa bifaqih deydi. Ma'u sözler, yani yuqorqi oyatdagi mazmun asosiyatda bu tashrish qilingan bo'lsa, ma'u bir qadar bizningki uningki sabablari, uningki bizning tashrishimizdagi bo'lgan hikmatlarni bayon qilingan so'zlar. Masalan deydi, Alloh subhanahu va taolo bizdan, ya'ni Rasululloh va bizdan bir narsani anglab, uni anlagan peti, kama samiya degan anlagan peti yetkizgan odamga Alloh rahmat qilsin. Alloh uning ne'mat ato qilsin, nazariga uning ne'mat versin, uni go'zallashtirsin degan ma'noda Alloh uning ne'mat ato qilsin. Farubba muballighin aw amin sami. Nurg'un yetkizilganlar bor, muballigh emas, muballigh yetkizilgan kishilardan borki, u shu xabarni naq ma'noda anlagan va bakroq tushunadi. Masalan, bir xabarni
Rasulullohdan bir sahoba anladı. Bu sahoba mujtahid emas. Bu sahoba o hadisninki, uninki, odiki ahkamlarni unda inchiklab bilmaydi. Masalan, misol nurg'un sahobalar bor. Masalan, Abu Hurayraga o'xshash ijtihod barbuliklar mujtahid demaydi. Masalan, xabarni yetkazadi, ammo xabarni anglagan odam uningdan bakroq nima qildi va uningdan yetkazgandan bakroq uni tushunadi. Yana birisi bu yerdagi ma'noga rivoyatda robba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu. Fiqhin bir ilmni, fiqh degan ilm, tushuncha degan ma'noda bir ilmni ila man huwa afqah. Uningdan o'zidanmi bakroq nimaga olim, o'zidan bakroq afqah, o'zidan bakroq tushunadigan bir odamga yetkazadigan nurg'un kishilar bor. Hattoki robba hamil fiqhin laysa bi faqih. O o'zicha o ilmni ko'tarib anglab lekin men hadis anladim palondan samiyatni deb ko'tarib ma'lum. Ammo amaliyotda o'zicha o laysa faqih. Uni yetib o ilmni o o'zining vujudi bilgan odam emas. Gap bular hammasi demakki bu yerda o'zi xabarni anglaganlarninki har qanday xabarni anglagan odamning har qanday o xabarni tekitib, o xabarning o'rnini bekitib, o xabardagi o'rinlarni joyida hal qiladigan yoki buniki o'rniga muomala qiladigan emas. Shunga bizga men Nahmadanni angladim deganda qilgan bilan u anglamagan odamlar uningga masalan matnlarni naql qilish yoki uningga ma'lum nimalarga qilish mazmunni bu hadisga nurg'un mazmunlardan ulamolarimiz buni keltirdi. Demak, mush oyat karimada bu hadis sharifda asosiyatidan bor desa hadislarni xabarlarni ilishda axbar hadislarni xabarlarni ilishdiki tasabbut prinsipi. Demakki anladim degan gapning hammasi bunga e'tiroz bildirib olmayotgan. Voy mundamiki deb digil olmayotgan gap emas ekanligini. Xuddi masalan qo'yadi rubba hamil fiqillaysa deb. Gerçi o'zicha men anladim degan bilan, lekin anlig'inni hamma odam o'zining anlig'ini, o'zining ko'tirib manlig'ini unda tushunib ketalaydigan, hamma hadmi qiladigan emas. Mesela nurg'un Abu Hurayra radhiyallohu anhu'ningki bir bilak hadislarni, Umar radhiyallohu anhu'ningki e'tirozi, mesela Oysha radhiyallohu anhu'ningki ba'zi bo'lgan e'tirozi, bu chiqib qolgancha nima desa, bu shu bu hadislardan nima chiqib desa, bir xabarni anglasak, angladim deganlarni unga sallamna, unga emas, buni tasabbut qilib baqib. Zodi bu naql jihatda bu nega ko'rib to'xtaydi. Buni o'rni nagacha buni qilishningki ham buni mazmun jihatda masalan Oysha radhiyallohu anhuning oyatga udullab baqdi, uni udullab baqdi-ku, bularning hammasiningki bir yo'li bor ekanligi chiqadi. Bu hadis sharifda bu oyat karimada xabarlarni ilish, xabarlarni o xabarga diqqat qilish bilan, xabarni va'iga uni tushunish bilan, uni boshqalarga yetkazishda nayt tadqiq, inchki bo'lishlar bilan birga zabt qilishning kayfiyati. Xabarni zabt qilish deganimiz uni o'zimizda saqlash demakchi. Zabt deganimiz so'zlaymiz zabtning nima ekanligini saqlashninki kayfiyatini. Uni qolgancha uni tushunmay, uni mazmunni o'qimay emas, buningki qanday saqlash prinsiplari bu haqlardami ma'lum mushundan ishoratlar chiqariladi. Demak, anda tushunmayliganda bir narsani ko'tarib aklarsak, yaxshi bo'lmaydi. Shunga bir narsani ala bo'lsaqmi tushunib olishimiz, yetkiza bo'lsaqmi tushunib yetkazishimiz kerakligi bu yerdan chiqadi. Masalan, biz ala bo'lsaqmi yetkazgan odamning hamma gapiga o'yza to'g'ri ekan deb to'xtamasdan, balki uningki davatgan gapi ilmiy prinsiplarga uyg'unmi yoki uyg'un kelamdimi shariatning ma'nolariga deb uni azaq bir tasabbut qilish haqqimizdan bor ekanligini ham ko'rsatdi. Demakki, bu hadis oyatlarda shunday mazmunlar bor demak. Demak, endi bu yerda Allohning buyrug'ini tabayyanu dedi. Aniqlanglar, uningki xabar debligida hammasini keyin go'krab mamay aniqlanglar dedi. Endi mush Allohning buyrug'i shu. Payg'ambarimizdanki hadisdan chiqqan mazmundagi bizga ko'rsatmasi shu. Demak, Alloh subhanahu va taoloninki va Allohning rasulininki buyrug'iga bajo keltirish imsolan degan. Uni urullash uchun sahoba radhiyallohu anhumlar xabarlarni naql qilishda va uni qabul qilishda. Naql qilish deganimiz o'zi bilgan xabarni boshqaga yetkazish, qabul qilish. Ya'ni boshqalarning xabarini deb bersa, hadisni falan qali deb uni xabar ekan deb uni elishda buni yatasabbatun. Nima qilishga? Buni aniqlashga bo'ldi. Aniqlaydigan bo'ldi. Bu zodi xabar olgan chog'da bir so'zlagan chog'da buni siz rost anglaganmi? Bu degan gapingizningki asosi ne? Buningki buni javob bekilgan.
agar o'zi yetkazgan chog'idami unda qoidalarga rioya qilmay tasabbut qilmay beparvolik bilan unda bozorda ko'chib parandlik qilganiga yetkazgan emas. Buni haqiqiy bu rasulullohning sunnati, buni ko'ngil bo'lishini qancha o'rni bilib turib bunaqa bir inchiklik bilan yetkazishligi bunaqa xususan agar uni nima qilgan shakku fisid qilmagan. Masalan, u xabarni yetkazgan, naql qilgan odamninki rostligini nima qilib qolsa, shak qilib qolgan chog'da bakroq tasabbut qilish. Masalan, bu xuddi o'tib ketgan Ibn Abbosninki so'zlaridagi ma'lum ishlarga o'xshaydi masalan. O'z vaqtida sahobalar hammasi taqvo, sahobalar aytdi, gapni deb bo'g'ishlar bo'ladi, o'ldi bir xatolikninki, yolg'onlikning ehtimoli yo'q deyalik. Agar yolg'onlikka hech qachon bir gumon qilmagan hech kim, amniyati yolg'onlik bo'lmagan. Bu haqda bo'shaq izlangan bo'lsa, apni chiqib ba'zi birlik qoyimaqlar chiqqandan keyin hammasiga sammurjalik. Bizga raviylarning deb bu gapni kimdan anglaganda buni aniqlashga boshladi. Isnodni birinchi o'rinlashga boshladi. Demakki, qachonki bir gumon naql qiluvchida hadisni yetkazuvchida azroq bir gumon tushgan hamonligida buni qanchalik aniqladiki, hatto bir shak qilib mayli davom etdi, bir hadis qilma. Hammani shunday aniqlab qilgan. Endi mushunga binoan isnod, darsimizda tahlilimiz isnod nima ekanligini, mushu binoan, mushu sahobalar davri, mushunga binoan xabarlar naql qilishdagi bir-biriniki isnodning qimmati va isnodning qimmati nima keldi va mavzu isnodning temasi va isnodninki qimmati buningki meydonga kelishga boshladi deydi. Endi buni men keltirman deydi, o'ylaydi hadigina biz ishada keyin deymiz uni. Demak, mushu mazgilda isnod sahobalarninki shu zamonda kelgan ashtamu lana rijalakum degani isnodni aniqlash. Siz kimdan anglagan, qachon anglagan, nerede anglagan, o anladım degan adamlarninki adolati, uninki zabtisi, u bid'atchimi emasmi, o mushlarning hammasini aniqlash mushu bir bosqichda maydonga keldi. Isnodning nimaligini yana so'zlaymiz, yana kirib kelsak, isnod shu raviyni bizga yetkazib bergan, raviyni bizga hadisning matnisini yetkazib bergan raviylar zanjiri. Sizlar turjal deymiz. Shu hadisning matnisini Rasulullohdan bizga yetkazib bergan shu raviylar. Ya'ni sahobaning bir sahoba anglagan yoki tabiin anglagan yoki o tabiinin bir tabiin anglab ta bizga keyin o orliqdagi isnodni mushu surishti qilish, mushu bosqichi maydonga keldi. Hattoki isnodninki nihoyatda qimmatli bo'lgan nimalarni buni o'rnini shariatdagi zur ekanligini, isnodsiz hech qanday bir shariat ilmini qo'yilsa emas, shariat ilmini qabul qilish bo'lmaydiganligi haqidagi nurg'un bayonlar bor. Ammo miyadagimiz hadisdagi isnod haqidagi isnodning qimmati shu davrda nihoyat qattiq maydonga kelgan. Masalan, Sahih Muslimninki Ibn Sina'ning olgan so'zi deydi. Masalan, abay deganimiz shu, lam yakun yas'alun an isnod. Ya'ni ular asli sahobalar yuz berishdan avvalgi gap. U avvalda isnoddan so'maydi. Va vaqatul fitna yuz berdi. An ular sammulana rijalukum deyishga bayt. Bulardiki bizga raviylarning dapan rijal deganimiz men hadisda xabarni naql qilgan, xabarni bizga rivoyat qilib turgan raviylar. Raviylarni bizga atab turganlar. Bu gapni siz kimdan anglagan? Bu hadisni siz nereden anglagan? Siz anglagan odam ishonchlikmi? Uning zabti, adolatida masala bor odammi yoki javob hadis qabul qilgan odammi deb bu aniqlashtirib so'rashga boshladi. Mushu vaqtda isnodninki qimmati maydonga kelishga boshladi. Mesela ular ehli sünnet, mesela sünnetke ehemmiyet verdiğin bir haqiqatparvar ulamolar qarab, degan onlarınki hadisleri qarab, ularınki hadislerini nima qildi va oladi, ehli bid'atga qaraydi, ularning hadis javob ilmi. Mesela ehli sünnet bo'lgan bo'lsa, ular sammuna rijalakum degan u raviylarni olib qo'ygan bo'lsa, men raviyim Ahmad Samad deb falan desa, o Ahmad Samadlar agar ehli sunnatdan bo'lgan bo'lsa, ya'ni sunnatga rioya qildigan Rasulullohninki sunnat mutahhardan chiqmagan sog'lom bir inson bo'lgan bo'lsa, hadisini olgan. Agar o bid'atga aralashgan, sunnatga javob beparva yoki sunnat elishga tegishli bo'lmagan odamlar bo'lsa, sunnatni rad qilib kelgan. Demak, bu shu vaqtdan tortib isnod ham isnodning qimmati maydonga kelishga boshlagan deydi. Shunga mushadagi isnodninki shu vaqtdagi qimmati, masalan, mashhur Abdullah ibn Mubarakning so'zi ba deydi shu vaqt isnodning qimmati haqida al-isnadu min ad-din lawla al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a.
Demek isnat bu din. Bu gerçi bu hadis. Dep bunda bir mıkımımızga bu hadislerin hemmesi arkalık biz dinini düşünürüz. Demek bu hadislerin sağlam buluşu nimaga qarashliq, isnatning sağlam buluşuga qarashliq. Şuna Abdullah ibn Vaye degan ki bu isnat bu çava dindin bu. Eğer isnat nima qilmaydigan bo'lsa, bo'lmaydigan bo'lsa, isnatni surishti qilib, u raviylarni naqd qilib jarh ta'dil qiladigan ish bo'lmagan bo'lsa, laqala man sha'a ma sha'a. Xalqan adam xalqan gapni Mavr Rasululloh anda degan, falani munda deganda o'zining siyosiy mazhabdagi partiyadagi siyosiy partiyani qo'llash uchun, yeni bir ish o'zining qilgan ishini fikrini qo'llash uchun hadislarni chava og'ziga kelgandan beri davagan bo'ladi deydi. Bu bizdagi şu meningki isnatningki qimmati haqidagi so'zlar. Endi shu binaen al-xabar la yaqul illa abad. Demak, bir xabar faqat uning sanadini tunib bo'lgandan keyin, xabar faqat uning sanadini bilib bo'lgandan keyin qabul qilingan bo'lganligiga binoan, ya'ni xabar qabul qilmaydi illaki uning sanadini bilib bo'lganligini qo'y. Sanadini bilmesden, belki bilmesden haber kabul kılmaydı. Bu şu prensip binaen ilmul cerhi ve ta'dil diyen bir ilim meydanı geldi. Demek bu şu biz yukarıdaki şu tuncu devrun şu olan işler. Bu şu sınat diyen neresi meydanı geldiğinden, sınat diyen bir okum meydanı geldiğinden, sınat şu ravilardan ibaret. Şu ravilarının ki zincirden ibaret sınat. Bu şu senet, bu şu sınat ki yani ravilarning hadis ilinadigan kishilarmi yana ta'dil qilinadigan, yani ta'dilligimiz hadis ilinadigan kishilarni ta'dil qilamiz. Bu ishonchlikda, u siqadi, u yaxshi deb lekani hadis maqbul bo'lgan so'zlarni qilgan bo'lsa ta'dil. Yoki jarhi, buni hadis ilinmaydi, bu bid'atchi, bu yolg'onchi, bu muttaham bil kazib yoki buni aqlini javo, masala va unda degan gaplarning hammasi hadisni yozilgan jarhidir. Demak, jarhi qilish va ta'dil qilish ilmlari mushu ihtiyojlarga, mushu prinsipga asosan maydonga kelgan. Ya'ni jarh ta'dil ilmi, raviylar haqida gap qilish ilmi va maydonga keldi. Bundan boshqa muttasil, munqati, isnatdagi muttasil va munqati ilmlari maydonga keldi. Ham maxfi illatlar, ya'ni illatul xafi muallal deymiz kim, mushu maxfi bo'lgan. Ya'ni biz asonlikcha bu inqitoqqa o'xshash yoki ma'lum bir sabablar oshkor bo'lmaydigan, lekin buni sanatlarni, hadislarni birisi-birisiga ulash orqali chiqadigan bir ilm. Yani tushuntirsak uzun. Bu ilal, ya'ni bu davrda ilalni bilish bu davrda maydonga kelgan. Zahal kalam fi ba'z ar-ruwat lakin al-qilla deydi. Endi ravilarning ba'zisi gap qilish shu davr nushuta maydonga kelgan, lekin nayta azdi deydi. Hem de çünkü sahabelerinin şu keyinki devirde ma'lum yüz bergandan keyin ravilarni jarh qildigan, ta'dil qildigan ishlar bo'ldi. Ravilarninki haqida gap qildigan ishlar maydonga keldi. Lekin bu gap keyinki masalan Hijriya 4-asr yoki 3-asr ma'aliqda deyilgan vaqtda nayt az bo'lgan demak. Nimishqa liqillatir ruwatil majruhina fi awwal amri. Shundan beshidiki yani şu sahabe devirde şu shundan beshida majruhlarninki yana jarh qilinadigan, yani hadis ilinmaydigan munda ravilarning soni az bo'lganligi uchun. Buning soni az bo'lganligi uchun buningdan biz nimani ilvatdiq? Bu yerdagi ular bu to'g'ri qilingan gaplarmi az bo'lgan deydi. Keyingi davrlar, masalan, bizniki abaydiginimiz shu mavzuga shu tavassul ulama fi zalika. Mushu ravilar haqida gap qilish ulamolarimiz kengayib ketdikin. Hattoki mushu hadisqa shu ravining zabtisi, raviningki hadisni tahammul qilish, hadisni qabul qilish va ado, ya'ni boshqalarga yetkazish kayfiyati tarafdan hadisga aloqador bo'lgan nurg'un ilmlar. Va o hadisning nasikh va mansuhligini, o hadisning g'arib va undan boshqa ilmlarga aloqador bo'lgan, muhim aloqador bo'lgan nurg'un ilmlar. Masalan, hadisning zabtiga aloqador nurg'un atalg'ular, mustalahatlar, buni shaylaydigan nurg'un ilmlar, hadisning nasikh mansuhligiga aloqador nurg'un ilmlar maydonga kelgan deydi. Lekin bu ilmlarning hammasi yana shu Hijriya 1-asr, 2-asrning gibi, 2-asrninki mukammal davri.
Muşu devirlerdeki hem ulemalarımız bu ilimlerini anda yazışık emez hemmesi şepevi halda muşu İğzaki birisini anlap, birisi sözlügen asasta muşunda kılıp yetküzetti deydi. Şimdi keyinki mezgil kesek. Keyinki mezgilde bu işlasel terakki kıldı. Mesela yazış başkası emdi gördü. Bu işlasel terakki kıldı. Lekin bu terakkiyat muş ilimlar toktab ve tusajjal. Yazılıp hatırlanırdıgan boldu. Saret hazil ulum toktab ve tusajjal. Bu ilimlar yazılıp hatırlanırdıgan boldu. Lekin muşu müda emkiyatı mutafarrika. Bunda çeşitli orullarda. Mesela nurgun kitaplarda minel kutub mumezzece bi gayri hamil ulumul ukhra. Yani başka ilimler bilen birge mumezzece aralaş bolgan kitaplardan çeşitli orullarda yazılışqa hatırlanılan boldu. Mesela ilmul usul ve ilmul fiqh, ilmul hadis. Mesela bizninki baydığımızda İmam Şafii'ninki El-Um Er-Risale degan kitabı. Bu hem onun nurgun fiqh ilimlerininki meseleleri bayan kılgan, usul fiqhininki nurgun meseleleri bayan kılgan, hem şu qatada ulum hadis alaqadar bolgan nurgun ilimler hatırlanıp hem yazılışqa başlagan deydi. Demek bu basqoç şu. Bayılın. Şimdi ahirde bu ilimler mesela İmam Şafii'nin devirlerinden keyin bu ilimler yeni takamullaşıp mükemmelleşip man olduğun çağda bu ilimler lamma nezijetdigine piş bitilgen, ıslahlar muqumlaşkan ve istakalla kullu fen an gayrihi deydi. Yani bu muşu başka fendin, yani usul fiqh bilen bil yazılgan, fiqh ilminden bil yazılgan emas, bunu müstakil bolgan bir kitap kılıp yani istakalla kullu fen min gayri. Her bir fen, yani usul fiqh bilen ulumul hadisine, fiqhini üçünü birleşip yazılgan, yani de hadis kitaplarından ki, metni kitaplarının arası karıştırıp yazılgan, mında basıqlar tüge, her bir fenge ayrım kitap yazılgan. Müstakillik bolgan çağda istakalla kullu fennin min gayrihi. Yani her bir fen özünün gayri müstakil bolgan. Endi muşu fen, muşu davri qazisi Hicriye 4-cü əsr. Avayda Hicriye 4-cü əsr şu İmam Rami Hurmuzi'nin davri şu. Muşu kelgen çağda ulemalarımız ilmul muslahkımı xuddi başqa fanlarga o'xshash bununla müstakil bolgan bir kitap keltirishga başlagan. Endi müstakil kana min awwal man afradahu bit tasnif. Tunji kitap yazgan, tasnif qilgan, kitapni müstakil bolgan kitap yazib, afradahu bit tasnif. Yani kitap yazishga yoki kitap tasnif qilishga ulumul hadisni müstakil qilgan kishining tunjisi o Qazi Abu Muhammad Hasan ibn Abdurrahman ibn Xallad rahimahullah. Yani bu kishi ana 360-yılı vafot olgan. Hicret 4-cü əsrninki keyinki yıllar demektir. Ama uzun kitap El-Muhaddisul Fasil Beyner Ravi vel Va'i degan kitabida muşu nurgun ulumul hadisninki asosida müstakil bo'lgan bir ilm sifatida bayon qilingan deydi. Endi bu ismidan qarasak, kitobning ismi Muhaddisul Fasil Beyner Ravi vel Va'i degandan bu ravininki liqimida bir adablari, o aloqalar chaqirib bunda tushunib qolmaydi. Bu muşu adab-ı tahammül vel ada, hadisni qabul qilish, hadisni boshqalarga yetkazish alaqadar bo'lgan bu ilmlar bu bayon qilingan. Bundan tashqari mushu hadisning sanad va matni va mushu rijallarga alaqadar nurg'un temalarda so'zlagan kishining birisi bu kitob mushu ulumul hadisda mukammal shaklda yozilgan tunji kitob hisoblanadi. Endi bizning kunimizga qadar mushu mustaqil ilmul muslah haqida yozilgan musannafatlarning eng mashhurlarini biz hozir so'zlaymiz deydi. Madamning gapi. Birincisi, mesela ilmul muslah haqida yozilgan kitoblarning eng mashhuri. Endi biz tarixni, yani biz yuqori so'zida men abay tarix bilan kitoblarning birlarini bog'lab so'zlagan. Yine mushu bayaq tarixni tushungan bo'lsanglar, kitobni shu davrga udullasanlar, oson tushunish bo'ldi. Masalan, bu biz ikki davrni 5ta azojiyatdan mushu asla bu davrda bir narsa yozilmagan degan boshini kechirdik. Birinchi davr nushud zoqqa ulumul izning barliq kirish davri. Bu davrni taxanda ig'zoga o bina yozilmalı. İkinci davr takamul davri. Bu davrda anda bir ulumul hadis to'g'riliq bir
bina yazılmalı. Üçüncü devir bu mesela bu İmam Şafii'nin kılıcı ulumul hadis sahasida bir narsa yazıldi, lekin mustaqil bo'lgan bir fan sifatida yozilmagan. Masalan, Risala va Umni shu, bu bizga mustaqil bo'lgan musannafat bo'lmagandan keyin buni qatag'a olmaymiz. Endi bizning miyadin boshlayotganimiz 4-davr. U ulumul hadis mustaqil bo'lgan bir fan sifatida yozilgan kitoblarning tunjisi nimadir? Al-Muhaddis al-Fasil bayna rawi va al-Wa'i degan kitob. Yani bu kitap 4-asrda yazılgan kitap. Tunji ulumul hadis yozilgan kitoblardan birisi. Mesela Qazi Ebu Muhsin ibn Hasan Abdurrahman ibn Xallad Ramuhurmizi 360-yili vafot bo'lgan kishi. Lekin bu adam bu ulumul hadisninki, yani mustalahninki abahaslarning hammasini anda ulumul mustalahninki mukammal qilib ilibni yog'icha bütün bablarni, bütün mustalahlarni to'liq qilgan emas deydi. Bilamizmi? To'liq qilib bo'lgan emas. Endi bu nima o'xshaysa, haza sha'nu mayyab tatihu tasnifa fi ayyi fan. Avayim. Ko'pincha vaqtda har qanday bir fanda, har qanday bir ilmda yangi bir qadam ochgan, yaftahu tasnif, ya'ni kitob yozishni boshlagan odamningki, kishining ahvoli shu. Tunji boshlagandan keyin yana ma'lum birisi kam qo'ydi yoki ma'lum bir yerga chala qoldi. Demak, ma adam bu tunji yozilgan bo'lg'achqa, buningdimi ma'lum bablar, ma'lum qab qilib, hamma tuni qilib bo'lgan emas deydi. Bu shu nima bosqich tunji ayrim mustaqil kitob yozilish bosqichlari. Yani ondan keyin aqaqida nurg'un kitap yozildi masalan. Ikkinchisi Ma'rifat ulumul hadis degan kitap, bu Hakim an-Nisaburininki, yo Hakimninki. Al-Mustadrak degan kitobninki sohibi shu. Muhimning kitobi. Bu kitobni yozgan, bu mustaqil yozilgan, buningki bablarimi ulumul hadisning bablarini asosan men to'liqlayman degan maqsad yozilgan kitob. Lekin bu abhaslarning o'zininki, tadqiqot o'zininkilarini unda to'liq tahrirlagan emas. Ve ona anda bir münasip bo'lgan bir fanniy tartib bo'yicha tartiblagan. Cheklangan tartibda azaq masala var demekçi. Bu kitobmi shu o'zi tunji yozilgan kitoblardan birisi. İkinci birisi El-Mustahraj ala Ma'rifat ulumul hadis. Mesela şu Hakim an-Nisaburining bayqi Ma'rifat ulumul hadis degan kitob yuqori kitobga mustahraj qilgan. Shu kitobninki chalqab qo'ygan ba'zi yerlarni to'liqlab yozgan kitob. Buni shu mustahraj ala Ma'rifat ulumul hadis deydi. Yani bu kitobning anasi yuqoridagi Ma'rifat ulumul hadis degan kitob shu. Buni Abu Nuaym Ahmad ibn Abdullah Asbahani degan kishi buni yozibdi. Bu 430-yilda vafot etgan ekan. Buni yuqoridagi shu Hakim an-Nisaburiga o'zininki Ma'rifat ulumul hadis degan kitob, yani mush kitob shu. Mush kitobda nima ketib qolgan bir taraflarga chalaqab qo'ygan ma'lum qoida, mush fanning qoidalarini istidrak ekan, to'liqlab bergan. Siz manchalar qapsigan deb mustadrakni to'liqlagan asosda yozilgan kitobdan birisi. Lekin bu to'liqlagan deb yozilgan bo'lsa-mu, lekin bu odamni lil mutaaqqib ay yastadrika alayhi ayzan. Keyingi bir nima qilgan to'liqlovchi, ya'ni izohat beruvchilarningki, uningga yana to'liqlama berishi mumkin bo'lgan. Yani keyin bir yeni bir to'liqlovchi kelib, mutaaqqibdan bir kelib, uni siz undan chalaqab qapsiz deb to'liqlasa, to'liqlash imkoniyati bo'lgan bir bo'lak şeylerni, yani bu tadqiqot o'rinlarini tadqiqot qiladigan temalarni qolib qo'ygan. Bu manda to'liq qilib atalgan emas deydi. Endi bu shu davr shu. Endi bu davrdan keyin tasnif davridagi eng mashhur İmam Ramuhurmizi tunji yozganlik bilan mashhur bo'lgan bo'lsa, tasnif davridagi o'zininki eng ko'p tasnif qilish, ham bablarni mukammal qilishlar mashhur bo'lgan kishilarning birisi, masalan, bu Xatibul Bag'dod. Mesela bu qazisi El-Kifaya fi ilmi rivoyat degan kitob. Yani buni Abu Bakr Ahmad ibn Ali ibn Sabit al-Khatib al-Baghdadi, Baghdadi ismi bilan mashhur bu. Shu mashhur Khatib al-Baghdadi buni tuzgan bu kishi 463-yilda vafot etgan. Bu shu fanning masalalarini tahlil qilish bilan tushab ketgan kitob bu deydi. O inshaalloh qo'ymaganda, rivoyat qoidalarini bayon qilish bilan. Ve yani bu kitap muşu ilimninki mesadir, yani muşu el-kifaya fi ilmi rivayet diyen bu kitap muşu ilimnin, yani ilmul muslah ilmininki, mesela hadis ilmininki en katta, ecelle mesadin en katta menbelerden insaflıdır. Şuna nurgun allıqatım bir katım kusturub ödep ketken, şunu dinimizde muşu ma'rifat ulumu el-kifaya fi ilmi rivayet diyen bu kitap muşuna ait mükemmel hemen ben en kat hesaplanacak şu
bir muhaddislarning orasida mashhur. Shunga har qanday ulumul hadis, mustalah hadis izlanguchi yoki bir narsa yozuvchi ayol ila Xatibul Bag'dod deydi. Ya'ni Xatibul Bag'dodiyga muhtoj bo'ldi deydi. Buni aytdi bu sahalar. Yine birisi mesela El Cami li Ahlaqir Ravi ve Adab-ı Sami degan kitap. Bu kitap o yana Xatibul Bag'dodiyning kitobi. Bu haqda rivoyat adabları haqida yozgan. Bu ismidan tasmiyatidan ism qo'yishdan bo'lganda Rushan bo'lganda. Endi bu ismidan ham chiqib turdi ekan, bu ismi va shu raviylardagi bo'lgan adab axloqlar haqida aloqador bo'lg'achqa buni ichidagi mazmun shu. Bu kitap buna ait mukammal kitap deydi Faridun fi babi. O'zininki babida shu Adab-ur Ravi degan shu babda misli ko'rilmaydigan, o'xshash ko'rilmaydigan nihoyat mukammal bo'lgan bir kitap. O'zining abhaslarida, o'zining mazmunlarida nihoyat qimmatli kitobning birisi. Endi shu ilmul Xatibul Bag'dodiyning yozgan kitoblarına ait ko'p. Shuna meyadagi magab shu qalla fannun min fununi ilmul mustalah yoki ilmul hadis. İlmul hadis fanlaridan, ya'ni ilmul mustalah fanlaridan hech qanday bir fan, hech qanday bir bab qolmagan mutlaqosa Xatibul Bag'dodiy mushu haqda mustaqil bo'lgan bir kitob yozgan. Masalan, Adab-ur Ravi haqida bir kitob. Masalan, o ilmida gap qilgan bo'lsa as-sabiq va lahiqlar bu haqda bir mushunda o'zininki mushu ulumul hadisning bablaridan uzoq muhim deb qolgan asosan babning hammasida mustaqil bo'lgan bir kitoblarni yozib kelgan. Masalan, bo'lgan bu qanday Hafiz ibn Hafiz Abu Bakr ibn Nuqta deydi kullu man ansaba il annal mutahaddisa ba'da al-khatib ya kutubi. Mesela insaf qilgan shunday bir odamning har qanday biladiki alima har qanday insaf bilan narasaga odamni har qanday bildiki Xatibul Bag'dodiyning muhaddislar ya'ni ulumul hadis bilan shug'ullangan muhaddislar ayal ila kutubihi ve Xatibul Bag'dodiyning kitoblariga muhtoj. Chunki Xatibul Bag'dodiy ulumul hadisni kitob tasnif qilish bilan hammasini nihoyatda to'liq to'shqizayotgan. Bu kitoblarning yana birisi Al-Ilma' ila ma'rifati usulir rivoya va taqyid as-sama' degan kitob. Ya'ni bu shu biz obayda o'qimizda mustaqil kitob tasnif qilish davrida kitoblarning birisi. Ya'ni bu Hijriy 6-asrda yozilgan kitob. Bu kitobni Qozi Iyoz, ya'ni bu mashhur Qozi Iyoz ibn Saud bu tuzgan kitob. Endi bu kitob unda shu mustalah abhaslarininki, mustalah qilingan bizning ilmul mustahlaninki tadqiqot qilingan tadqiqot temalarining hammasini g'ayr shamil bilan to'liq o'z qatiga aplanmagan. Mukammal emas demakchi. Balki u faqat shu nimaga tahammul va ado kayfiyatiga aloqador bo'lgan. Ham undan kelib chiqqan masalalarga to'xtab asosiy jihatdan buningki maqsadi turuq tahammul va ado. Hem turuq tahammul ve adatını kelib chiqqan, bununla aloqador masalalar haqida tushuncha bergan. Endi lekin bu kitob shu turuq tahammul va ado agarcha butun babni yozmagan bo'lsa-mu, shu turuq tahammul va ado degan shu o'zining babida bu kitob nihoyat yaxshi, tansiq va tabjigini buning ra'lanishi, tartiblanishi nihoyat go'zal bo'lgan bir kitob. Ham shu biz odob haqida yoki endi shu kayfiyat tahammul va ado haqida izlanmoqchi bo'lsak, bu kitobdan foydalansak, bu o'zining babida misli kitob deydi. Yana bir kitob bizningki shu Mala yasaul muhaddisa jahlu degan kitob. Yani muhaddisligini shu hadis ilmi bilan shug'ullangan degan gap ismiyada. Bir hadis ilmi bilan shug'ullangan bir muhaddis uni nima qiladigan, bilmay qolsa bo'lmaydigan, chuqur bilish kerak ekan. Muhaddis bilish kerak masalalar degan gap mazmuni. Bir muhaddis bo'lgan odam bilishga tegishlik, ya'ni bilmay qolsa asla la yasla degani bo'lmaydigan shunday masalalar degan nomda yozgan kitobi. Bu kitobni Abu Hafs ibn Abdul Majid al-Mayanici yozgan. Bu kishi 500 yana shu 6-asrning oxiri 580-yilda vafot etdi. Bu kitob nihoyat kichik kitob. Bundan da bakbi yo'q, faqat shu zo'r bo'lgan oldingi ma'lumotlar bor. Ondagi 8-kitob endi qattiq yon bosqichlar endi bor. Biz abaydiq 7-asrdan 10-asrgacha bu ulumul hadis pishib yetilgan edi. Yani ulumul hadis sahasi 7-asrdan boshlashdan tortib 10-asrga qadar bu hadislar shu ulumul hadis sahasidagi so'zlar pishib zodi bilan boblari to'liqlanib bu yozilgan kitoblar nihoyatda ratlik buning temalarimi ma'lum tadqiq qilib bir pishbiyaga borgan davrdir. Bu davrdanki oldingi avangardlardan birisi bizningki shu
İbn Salah Şehruzuri. Yani bu İbn Salah'nınki şu Ulumul Hadis degan kitap. Ulumul Hadis degan ism bilan qaplab yozgan Ulumul Hadis degan bu kitobini Abu Amr ibn Osman Abdurrahman Şehruzuri keyingi davlat İbn Salah degan ism bilan mashhur. Mushu yana mushu 7-asrning o'ttirib mesela 643 yilda vafot etdi. Mushu davrda yozilgan kitap. Bu kitap kishilar orasida Muqaddimat ibn Salah degan so'z bilan mashhur. Bu muslah sohasidagi kitoblarningki eng nimasi eng mukammal, eng ajvat, eng yaxshi, eng foydali bo'lgan kitoblardan birisi. Bu yo'lda uning muallifi boshqa Xatib al-Bag'dodiy nurg'un kitoblarni u bobda bir kitob, bu bobda bir kitob, hatto o'zi al-kifoyadagi mazmunlar chiqib Xatib al-Bag'dodiyning kitobi ham u Xatib al-Bag'dodiydan ta Ibn Salah kelgan qadar musanniflar yozgan kitoblarda chishib ketgan nurg'un masalalarni jug'lagan bu kitob nurg'un foydalar bilan tushib ketgan kitob. Lekin bu kitob undan munosib bir shaklda tartiblanmagan bu kitobni. Unda bek ratlik emas. Ba'zi mazmunlar sal oldi keyinda bo'lib qolish bilan nurg'un xillatlar yo'q bo'ladi. Demak bu ratsiz bo'lib qolgan bu Ibn Salahning bu nihoyat mukammal ham bu foydali nurg'un ma'lumotlarni to'liq qilib shu ilmninki davrlarda yozilgan kitob. Nimishqa bu bakmonda munosib bir go'zal tartibda tartiblanmagan desa, chunki buning sababida deydiki amlau shay'an fa shay'an deydi. Ya'ni buni anda bir mushkitdan yozg'ila o'ltirib butun tutkizgan emas ekan. Buni mushu bir qancha yil davrida buni to'plab, boshqa kitoblarni ko'rib, boshqa nima qilgandan keyin buni nurg'un ilgirkilarning ilmini to'liqlab, o'zining ijtihodini qilib, buni uzun mezgilda shay'an fa shay'an degan asta imlo qilib, asta yozilganlikning jihatidan buningdagi ma'lum bir tartiblanishda, kitobning yozilishida ma'lum tartibda masala bor, lekin ammo o'zidan mushu ulum hadis babida buningdan mukammal, buningdan to'liq yozilgan kitoblar u davrda javob mushu yo'q. Endi bu ulumul hadis degan mush kitobi yana bizningki hozirgi davrimizda ham bir davrda muqaddimat Salah degan gap bilan mashhur bo'lgan bu kitob mushunda ma'lum kamchiliklar bo'lgan bo'lsin, yani tartibda azaq masala bo'lgan bo'lsa-mu, keyingi kelgan ulamolarimizningki umdatu man ja'a ba'zmi ulama. Bu keyin o'ndagi ulamolarning hammasidan tayinlagan manbasi shu, umdasi shu. Nerede gap bazı İbn Salah bunda degan İbn Salah onu qilganda İbn Salahni o'zining birinchi manbasi qilib, shuning asoslanib turib kitob yozgan, shuning asosida tadqiq qilgan. Masalan, Hakim min mukhtasar lahu va nazimin va mu'ariz lahu va muntasirin deydi. Nurg'ulg'an mukhtasar lahu va nazimin. Bu ulumul hadis degan shu muqaddimah Salahni nurg'un qisqartganlar. Uzun kenda büyüklükdə qisqartib kitob yozgan. Yeni bir bloklarcha uni betlashtirib, nazm shaklda yozgan. Mesela nurg'un şu ulumul hadisninki, şu Xatib al-Bag'dodiyninki kitobini nazm qilib, bunda 5 shaklda o'zgartirib yozgan. Nurg'unlar bu kitobdagi ma'lum masalalarga qarshi chiqib, buning qiliqi tadqiqot yozgan. Ba'zilaricha uningga yo'q Ibn Salahning kitobini taxmin kuchlantirib yozgan. Demakki, masalan, Ibn Salah bu o'zininki ulumul hadis sohasidagi o'zining mukammal bo'lgan tadqiqoti bilan bizningki şu ulumul hadis sohasida birinchi numaralı shaxs sifatida va keyingi davr qadarmi qolgan kishilarning birisi, ya'ni davri, yani pishib davrininki ulumul hadisninki avangardlardan birisi hisoblanadi. Bu eng mashhur kitob. Endi At-Taqrib va Taysir li Mabsun al-Bashir an-Nazar degan kitob var, Imom an-Navaviyning kitobi. Ya'ni bu shu davri yozgan aytlik mukammal kitoblarning birisi. Chunki bu kitobni shu ulumul hadisninki pishish davrida yozilgan kitoblarning birisi. Bu kitobni Muhiddin Yahya ibn Sharif an-Navaviy, ya'ni Navaviyning mashhur hammamizga biz Muslimninki sharhisi qilgan Sahih Muslimninki mashhur sharhisi va manhajninki, undan boshqa bizdagi Riyaz Salihin mashhur bo'lmuş kitobni yozgan ustoz. Bu 676-yili vafot. Uning bu kitobi haza ixtisorli kitob ulumul hadis. Abayduqo ulumul hadis kitob, yani ulumul muqaddimah Salahdan keyin yozganlar shu ulumul hadisdan keyin muqaddimah Salahga shuningga uzatib, qisqartib, nazm qilib, qarshi chiqib, qo'llab yozganday bu taqribmi shu usul yozgan. Masalan, mushu Taysir degan kitob u yuqoridagi ulumul hadis, yani Ibn Salahninki ulumul hadis degan kitobini masalan qisqartamiz. O kitobdagi rassizliklarni ratlab, buningdagi qisqartib yozgan kitob. Bu kitob intayin yaxshi kitob. Bu kitobni lekin u muğlaqul ibora, ba'zi taraflarda bu iborani shu muğlaq qilib, yepiq qilib, iborani shifrli qilayotgan, shu ba'zi vaqtlarda unga
tushunish uchun nurg'un sharhlarga muhtoj bo'lgan. Shunga buningda bu taqribga keyin yozilgan kitoblar bor. Taqribga qilib yozilgan kitoblarmi g'alaba bu shu kitoblarning hammasi nima davrda ulumul hadisninki pishib yetilish davrida yozilgan kitoblardan birisi. Yana birisi Tadribur Rawi fi Sharh Taqribun Nawawi degan kitob. Imom Suyutining kitobi bu. Endi mushu Imom Nawawiyningki kitobini mushu Imom Suyutining mushu Imom Suyutining Tadribur Rawi degan kitobi ulumul hadis ilmininki pishib yetilish davrininki oxirgi bosqichlarda yozilgan kitoblar. Endi bu yuqoridagi bizningki Imom Naviyning Taqrib degan kitobiga shunga ilova qilib yozilgan. Shuning ichidagi mazmunlarni asos qilib turib, shunga asosan yozilgan kitobi. Tadribur Rawi fi Sharh Taqribun Nawawi degan kitob. Buni Jaloliddin Abdurrahman Abu Bakr Suyuti bu yozgan, bu hijriya 10-asrda, yani 911-yili yozgan kitoblardan birisi. Bu Taqribun Nawawining Imom Naviyning Taqrib degan kitobining sharhisi, o ismidan chiqib turgandek nihoyat ro'shan. Bu kitobida muallif nihoyat ko'plagan foydalardan, men favoid degani foydalardan shay'an kasirna jiq foydalanib bu kitobni jo'qlagan deydi. 11-si Nazmud Durar fi ilmil asar degan kitobi. Endi bu Imom Iraqiyning nihoyat mashhur bo'lgan bir elfiyasi, xuddi nahvida Elfiyat Malik mashhur bo'lgandek, bizning ulumul hadis sohasida Elfiyatul Iroqiya mushu fanninki, ya'ni ulumul hadis degan fanninki ham marja hisoblanadi, ham eng asosli bo'lgan kitoblarimiz hisoblanadi. Mushu nima davrda, mushu pishbitlish davrida yozilgan kitoblardan birisi. Bu kitobni Zayniddin Abdurrahman ibn Hasan Iroqiy bu tuzgan kitob, bu 806-yilda tug'ilgan kishi ekan. Bu kitob keyingi davrlarda Elfiyatul Iroqiy degan kitob bilan mashhur. Elfiyatul Iroqiy, yani Elfiyatul Malik emas. Bu nahnu Elfiyatul Iroqiy fanninki mushu nazmlashtirilgan eng mukammal bo'lgan kitobi. Buningda bu kitobda asosan ulumul hadisni, ya'ni mushu ma'rifatni bizniki muqaddimah Salah va Ibn Salahning ulumul hadis degan kitobini, ya'ni muqaddimah Ibn Salahni bizning hozirgi to'yig'ini o'sha muqaddimah Salahni nima qilgan? Nazm qilgan, shuni betlashtirgan. Betlashtirib o bir bo'lak betlashtirib tashqari shu muqaddimah Salahda bo'lmagan bir bo'lak mazmunlarni ularga ziyoda qilgan bu Elfiyatul Iroqiy degan o jayyidatun g'ayratul fawaid. Bu nihoyat yaxshi, foydasi batmolgan, chiqib saviyamiz yetishsa, bu kitobdan foydalansak, bu kitobni dars qilsak, bu ulumul hadisda hamda boshqa kitobga muhtoj bo'lmaydi deydiki, mukammal bo'lgan bir kitob. Bu kitobdan bu nazm bo'lgandan keyin, buni beyt bo'lgandan keyin, buni lafzi jihatda ma'lum qiyinchiliklar bo'lg'achqa, buni nurg'un sharh yozilgan. Buni nihoyat ko'plagan sharhlari bor. Hattoki Imom Iroqiyda Minha Sharhal Muallif nafsi, muallifning o'zining sharhisi bor. Imom Iroqiy mush elfiyasini yozib qilib, o'zining sharh yozgan. Imom Iroqiydan boshqa yozganlar o ko'rim sharhisi, lekin Iroqiy buni o'zining sharh yozgan. Buningki nurg'ulg'an sharhlari va bu sharhlardan foydalanib, mush kitob dars qilinsa, mush kitobni nima qilsak, bu musfanninki, xuddi nahviningki kamolaga yetgan eng yuqori nimasi mustavasi elfi bo'lgandek, mushfanning eng yuqori mustavasi mush hisoblanadi. Nazmud Durar. Keyingi davrlarda bu Elfiyatul Iroqiy deb bu kitoblardan leksiyada shunda atilib ketdi. Yine birisi Fathul Mughis fi Sharh Elfiyatul Hadis. Bu kitobda endi buni Imom Sahoviyning kitobi. Sahoviy Imom Suyutining o'xshab bir davr yashagan odam. Bu Imom Sahoviyningki mushu nima davrida mushu pishib yetilish davrining oxirgi bosqichida yashaganlik uchun buldimi ilmni mukammal bo'lgan vaqtida Imom Suyutidek o'xshash saviyadagi cho'ng bo'lgan kitob. Endi bu mush Elfiyatul Hadisdan bo'lgan maqsad shu Imom Iroqiyninki kitobi, shu Elfiyatul Iroqiy maqsad. Şu Iroqiyning elfiyasi bo'lgan sharhisi u sharhun ala elfiyatul Iroqiy. O Iroqiyninki elfiyat sharhidir va huwa awfa shuruh al-elfiya wajadha. Endi bu yuqorigimizdek elfiyatul Iroqiyning sharhisi nihoyat ko'p bo'lsa-mu, lekin Fathul Mughis bu elfiyatul Iroqiy sharhlaridagi eng mukammal, eng to'liq yozilgan sharhlarning birisi. Bu bizningki bu shu nima davrida pishirish davrida yozilgan kitoblar. Yana birisi endi bu yerdagi Nuhbatul Fikr fi Muslah ahli asar degan bu kitob. Endi buni kitob desak, butqan kitob desak, Risolat Allah. Bu kitob
Nuhbatul Fikr uzun ait, həcmi neçə varaqlam çıxırğan ait, ixcham kiçikgina bo'lgan bir kitob. Ammo bu kitob ulumul hadisninki keyingi davrda İmam İbn Hajar Asqalonidan keyingi kishilardagi eng cho'ng foydalanish manbasi ham eng ko'p dars qilingan jiq payliq bo'lgan kitoblardan birisi. Nuhbatul Fikr fi mustalah ahli asar degan kitob. Buni Hafiz ibn Hajar Asqaloni tuzgan. Hafiz ibn Hajar 852 yilda vafot bo'ldi. Bu uzunay bek ixcham. Yani bu kichik yozsak bu tadbiqlik chiqqan kitob bu. Bekalik ixcham. Lekin muhimda qattiq ixcham bo'lsa-mu, muxtasarlar zamonida ixcham yozilgan ixcham kitoblarning eng manfaatligi tartiblaşda eng uzun. Şonuqu tartiblaşda buningda yaxshi qilgan. Hatto muqaddimni Salah yana kitoblardanmi hammasin mushu Nuhbatul Fikrninki tartibi eng go'zal. Shunga keyingi davrdagi mushu Nuhbatul Fikrdan keyin kitob yozgan asosli ko'p sonliq ustozlar yoki ko'p sonliq musanniflar nima qilgan mushu Nuhbatul Fikrninki mushu tartibi bo'yicha davom qilmoqda. Masalan, bizning kitobimiz masalan shu tartib bo'yicha izlangan birisi. Bu nonda bizningki Imom Ibn Hajar Asqaloni rahimahulloh ibn Hajar bu nonda kitobning muallifi, kitobni tartiblash, kitobni qismlarga bo'lishda yana lam yusbaq ilayha dedi. Ilgari bulinib boqmagan, ilgari qilinib boqmagan o'zgacha bo'lgan bir yo'lni ijod qilgan deb aytadilar. Boshqalar minib boqmagan anda do'rab deganda qilmay, yangicha bo'lgan, eng foydali bo'lgan bir yo'lni ijod qilgan. Bu o'zining Nuhbatul Fikr kitobnoma buni sharhisi yamanjiq. Buni xuddi Al-Fath al-Iraqiydak bu Nuhbatul Fikrning sharhisi uni hoshilari to'la. Ham shuningdek bu Nuhbatul Fikr degan kitobni bu kitobning muallif o'zi, ya'ni Ibn Hajar Asqaloni rahimahulloh o'zi buni o'zi sharhlagan. Boshqa buni ko'p bizning diyorli mashhur Nuzhatun Nazar degan nom bilan mashhur. Nuzhatun Nazar o'sha Nuhbatul Fikr degan kitobi shu. Buni ham boshqalar sharhlagan ayt, buni sharhlagan ayt bo'ldi. Yani birisi Menzumetul Bayquni. Yani Menzumetul Bayquni bu ixcham bo'lgan nazmlardan birisi Al-Fath al-Iraqiydak anda ta'sir emas. Ham bu anda jiq babning o'z qatiga olgan emas. Bu shu ba'zilarningki nimasi bo'yicha mushu eng mushu boshlang'ich saviyada hozir qadar biz boshladik-ku, bir boshlang'ich saviyada ulum hadisini qilib, mushu bosqichda yodlash tegishli eng go'zal bo'lgan matnlardan birisi. En güzel bo'lgan nazmlardan birisi. Buni Amr ibn Muhammad al-Bayquni tuzgan 34 nima qilmaydan ixcham bo'lgan nazmlar, chunki u 34 baytdan oshib ketmaydi. Bu ham mashhur bo'lgan, manfaatli bo'lgan muxtasarlar hisoblanadi. Xuddi Nuhbatul Fikrdek, bumi nihoyat mashhur ham manfaatli. Nuhbatul Fikrimizda chiqqan chivaraq bo'lsa-mu, lekin bu keyingi ulamolarımızga jiq foyda bergan kitoblardan birisi. Bu Menzumetul Bayquni o'zi qisqa bo'lsa-mu, ham bu nihoyat jiq mashhur ham manfaatli bo'lgan muxtasarotlarning hisoblanadi. Buningga nihoyat ko'plagan xilma-xil sharhlari bor. Endi bu 15-kitob Qavoidat Tahdis. Albatta bizning Qosimining kitobi. Endi bu ma'vo orliqda masalan Rukud davrilik 10-asrdan tortib tam shu Qosimining davriga qadar, 14-asrga kelgan qadar, 14-asrdan kelgan qadar asosan bir yangilik bunda bir ijodiy bo'lgan bunda bir sohalar maydonga kelgan emas. Endi shu hijriya 4-asrning boshida undan keyin shu gullanish davri, ulumul hadislik bir xil uyg'unish davri, shu davrdagi tunji asosliq shaklda yozilgan kitoblardan birisi Qavoidat Tahdis. Buni Muhammad ibn Jamaluddin al-Qosimi yozgan 1332-yilda buni aytdi, tahrirlangan ham foydali kitob. Buni aytdi, ra'lik ham ilgirki ulum hadis ham jug'lab mazmunlarni, bu keraksiz mazmunlarni qisqartib, kerakli mazmunlarni beytib endi bu yerda undan boshqa yaqinda uyg'unish davri yozilgan nurg'un kitoblar bor. Masalan, Muhammad Abu Zahrninki Al-Hadis vel Muhaddisun baydigan Mustafa Sabaninki As-Sunna ve Mekan fi Teşrih al-İslami degan o'sha nurg'un kitoblar yozilgan bu yaqin davrlarda. Undan boshqa masalan oldimizda turgan kitoblar shu, masalan yaqin davrda yozilgan kitoblar uyg'unishlardan. Mesela Nuruddin İştah'ınki Menhecun Net'de. Endi bu yerda ham nurg'unlagan zikrini ismentligiga uzun o'tadigan qanday nurg'un musannafatlar va endi biz bu yerda bunda mashhurlarni zikr qilishga ko'ngil bo'ldik deydi. Allohu jami'anna va al-muslimina khayral jaza. Bizning nomimizda, butun musulmonlar nomida Alloh hammamizga yaxshi mukofotlarni bersin.
Mush kitobning ishi bo'yicha bu avlaviyat ta'rifi bor ekan, ma'lumot davatlar. Oldin bilish, oldin ma'lumotlar, ya'ni ilmul muslaha kirishdan avval oldin bilish tegishli ma'lumotlar. Qanday ko'p uchraydi bu ilmul muslaha degan uning mavzusi o'tgan deb bo'ldik, shunga buni qisqartirib davatlar. Birinchisi ilmul muslaha. Ilmul muslaha degan nima desa, shu bizni ta'rif qasımda o'tgan ilmun bi usul va qawaid yu'rafu biha ahvalus sanad val mad min haysul qubul va rad. Yana sanad va matninki ahvoli, ya'ni maqbul va mardudlik, ya'ni qabul va rad qilish nuqtasidan sanad va matning ahvoli bilinadigan qoida va asoslarni bilish, ya'ni asoslarni biladigan ilmni biz ilmul muslaha deymiz. Ya'ni ilmu usul hadis deganimiz shu. Ilmul hadis deganimiz shu. Mushu bizdagi mush ilmning ismi bu. Endi buningki ilm degandan muslaha degandan o'tsak, bu olib ketib qoldi. Gap mushu sanad va matniga qarab turib, sanad va matniga ma sanad munda shartlar bo'lsa, bu hadis maqbul. Munda matnida munda shartlar bo'lsa, hadis maqbul. Munda matnida masalalar ko'rsa, hadis mardud bo'ldi. Sanadda munda masalalar ko'rsa, shu masalalar shuni bilinadigan bir qoidalar va prinsiplar va shu qoida shaylangan qoidalar va mush qoidalarni bilan ilmul muslaha deymiz. Bu mavzusini deb qo'ygan biz, mavzusi ulum hadisning mavzusi ham sanad ham matn. Bu ham sanadda ham ma'na qilamiz. Chunki ulum Qur'on o'xshamaydi buniki sanadda masalan ismaydi, shunga unda sanad babimiz ulum Qur'onda mutawatir bo'lgandan keyin o tadqiqot yo'q. Ma'noda sanad ulum hadisda sanadninki eng nimasi tadqiqoti ko'p. Ma'noda tadqiqoti ko'p. Har ishga tadqiq qilamiz. Shunga bizningki mavzuyimiz ham sanadni ham ma'noni tadqiq qilamiz. Buningki nimasidan samarasi, buningki qaysi ma'ni maqbul, qaysi sanad maqbul, qaysi ma'ni mardud, qaysi sanad mardud, buni shu qilish bizning mavzuyimiz. Buning samarasi, natijasi nima desa, shu sahihni hadislardan mel ahadis, hadislardagi sahihni saqimdan, sog'lom hadisni kasal hadislardan farqlantirib buni ayirib chiqarish foydasi shu. Shunga mush hadislarni o'qib, mush qoidalarni o'qib, mush qoidalarga sab turib, biz nurg'un hadislarni sahih ekan deymiz, nurg'un hadislarni g'ayri sahih ekan deb rad qilamiz. Bu. Undan keyin buningki hadis degan nima deydi? Hadis deganninki ulumlarni, ya'ni hadis deganimiz lug'atda jadid, ya'ni yangilik degan ma'noda. Bu mushu ahadisga jami qilinadi ala xilofil qiyos. Ya'ni bu qiyos muxolif holda ahadis degan vazn bo'yicha bu lug'atdagi ma'nosi shu, bu yangi degan ma'noda shu. Ammo islohda nima desa, ma'uzifa ila nabiy sallallohu alayhi vasallam min qawlin aw fi'lin aw taqin aw sifat. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nisbat berilgan so'z, qiliq, taqrir, sifat. Endi bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan mush shayning hammasi bu hadis. Ya'ni mushu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki so'zi, payg'ambarimizningki qilgan harakati, payg'ambarimizning bunda taqrir qilgan taqrirotlari, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sifatlari, ya'ni axloqiy sifatlari yoki payg'ambarimizning xilqi, ya'ni igizli, pakadi, chiroyi mundadi, shakli mundadi degan sifatlari hammasi bu hadisda aziz kiradi. Shunga haliqma ba'zi kitoblarda ma'uzifa ila nabiy deb oldi, o'xshash gap, ma'usida ila nabiy deb oldi, o'xshash gap yoki ma'nuqila anan nabiy sallallohu alayhi vasallam deb oldi, hammasi o'xshash ta'rifda. Farq yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan naql qilingan, yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbat berilgan, payg'ambar isnod qilingan so'z, harakat, mustaqir sifatlarning hammasini biz hadis deymiz. Buningdan ma so'zdan kelishganligida buningdan tushunishga mayli, masalan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi. Hadis misollar ko'p. Masalan fe'l payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni qildi, payg'ambar sallallohu buni qildi. Bu tushunishlik. Ammo taqrir kelgan chog'da taqrirningmi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki zamonida bir ishlar yuz berib, payg'ambar sallallohu uni ko'rgandan keyin uni inkor qilmagan bo'lsa, Rasulullohningki taqrirati. Rasululloh uni javob bo'pti degan bo'lgan bo'ldi. Endi buning siyg'alari munoyib nurg'un. Masalan, biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam batdi, shu vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam botir biz bunda qilgan, Rasululloh bizni inkor qilmagan deb kelsa, u shunday Rasulullohning taqriri bo'ladi. Yo'kanda Rasulullohning zamonasida bir turib, biz Rasulullohning zamonasida bunda qildik. Rasululloh buni bilibdi, bizga hech kim inkor qilmagan desa, bu taqrir hisoblanadi. Demakki, bu Rasulullohning xabari botib, Rasululloh inkor qilmagan masala Rasulullohning taqriri hisoblanib, bu sunnat qatoriga kiradi. Yana birisi sifat.
Sifat degan chog'imizda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki shu axloqiy sifati masalan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mehribonti, kuyimchanti, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam saxiyti, mardti, bu sifatlarning hammasi rasululloh. Esa undan boshqa rasullarningki bunda o'zininki jismoniy sifati masalan rasulullohningki bo'yi mundati, mangan chog'da nayt do'nishgan jasur holatda mangati, o'zininki bo'yi yoki bo'y shaklidan tortib bunda xilqiy sifatlarni bunu sifatlagan hadislarni hammasi shu bizningki hadis biz kiradi. Endi shu oxirgi ba'zi kitoblarda yoki ba'zi ta'riflarda qilib qo'ydi, savoun qabla al-ba's aw ba'da. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu hadis ishimiz payg'ambarimizningki bi'satdan payg'ambar bo'lgandan burun bo'lgan sifatlari bilan keyin bo'lgan sifatlari, yoki bo'lgan so'zlari, kelgan so'zlar hammasi bizning hadis sohamizda, ya'ni muhaddislarning nazarida hadis bo'ldi. Bizning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki siratlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki payg'ambar bo'lishdan avvalgi yiroq bo'lgan ahvolatlari, undan keyin o'sha orliqdagi shu megalaqi tijorat qilgan chog'dagi avvallari, qo'y boqqan chog'dagi avvallari, bularning hammasi bizningki muhaddislarning nazarida shu hadisga ko'ngil bo'lganga o'xshash bir asar sifatida bizning fiqhchilar bilan o'xshamaydigan tarif shu. Ahkam chiqarilgan nuqta emas, balki umumizlik payg'ambarimizning sodir bo'lgan hamma narsani jug'lash muhaddislarning g'arzi bo'lg'achqa, mayli bi'satdan burun bo'lgan bo'lsin, keyin bo'lgan bo'lsin, hammasi shu hadis qatoriga kirgachga bir ta'riflarga borsak, shunga savoun qabla al-ba'sa am ba'da deb degancha qo'ygan yalan bor buni qo'shadi. Yana birisi xabar degan nima esa, xabar deganninki shu bizningki muhaddislar nazarida asos kuchli qarash, xabar bilan hadis o'xshash. Biz hadisni o'qib ya, shu ma'uzi paydan Nabiy sallallohu alayhi vasallam min qawlin fi'lin deb shu gap shu xabar shu. Aynan lug'atda buniki naba degan so'zning xabar buniki jamisi axbar, islohda bu uch xil qarash bor deydi. Shu qarash bir murod bil hadis. Buni ayt mashhur shu bizniki bu davom qildi. Vaqtimiz bu davom qildi. Hadis ismi shu, xabar ismi shu bizniki hadis shu. Bunda hadis ma'lumotda xabar ma'no xos degan bunda farqlantirish hozir asosiyat yozilgan maktabda asos qilinmagan boshqa kitoblarda ma'lum. Bu hadislar murad. Yani onun manası ıslah cihette hadis bilen o'xshash shu mavzu paydan Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Yani bu hadis degan bilak gap, xabar degan bilak gap ikkisi muğayir o'xshamaydi. Hadis deganimiz payg'ambarimizdan kelgani, xabar degani payg'ambarimizdan boshqa kelganlari. Masalan, Abu Bakr uni qildi, Umar buni qildi deb sahobalardan aytganda, buni rivoyat qilganlarni biz javob xabar deymiz. Ammo Rasulullohning bevosita Rasulullohning o'ziga nisbat qilingan bo'lsa, buni hadis deymiz degan. Ammo bu bizningki maktablarda buguncha ma'lmaydi. Endi buni shunga hadisin mavqub deb aytamiz masalan, halaqa sahobaning so'zlarini, hadisin maqtu deb aytamiz tabiinning so'zlarini, yana buni xabar deb uni olmaymiz shu bizning hadis degan nom bilan tadqiq qilinadi. Shunga qarag'an vaqtida bizning maktabimizning prinsipimiz yana bu hadis bilan xabarni farqlantirmaydi. Boshqa shunisi hadis deganimiz, xabar deganimiz hadisdan sal umumroq. Chunki hadis deganimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan kelgani, xabar degani payg'ambarimizdan kelganini nima deymiz, boshqalarning sahobalardan kelganini deymiz masalan. Hadis degani faqat Rasulullohga nisbat berilgan bo'lsa, hadis yani hadisning marfu'an demakchi. Mushulam hadis, ammo Rasulullohdan tu'ndi masalan Abu Bakr yoki shu sahobalar yoki ma'lum kelganini biz javob xabar deymiz. Endi xabarda Rasulullohning hadisini xabardagi bo'ldi. Sahabenin tabiinligini xabardagi bo'ldi. Ammo hadisda faqat Rasulullohdan kelganini deymiz deydi. Ammo bizninki ta'limimizcha hadis ham xabarda işte ila sahabi va ila tabi'i degan ta'rifni bir narsa qilganlikka o'sha kitobdagi prinsip bo'yicha ma'lum. Hadis sahabiga nisbat berilgan hadis. Payg'ambar nisbat berilgan tabiindan nima hadis. Tabiindan. Ammo buni biz sahabaga nisbat berilgan mavquf, tabiinga maqtu deb javob uni erkinlik. Endi buni farqlantirib kelgachga, ammo hadis bilan xabarninki ayrimti yoki xabar hadisning o'mti degan prinsiplar maktabda bu bo'yicha tartib bo'yicha ma'lumotlar, ammo yaqingi zamonda yozilgan bu tartiblarga yaqin bo'ladi. Ammo burungi bir kitoblarda endi xabar ayrim, hadis ayrim, ba'zi xabarni amroq, hadisni xosroq ya xabarni ayrim bir nazar ma'noda, hadisni ayrim bir ma'noda olgan ahvollar bo'lgan. Ammo maktabda bizningki olganimiz shu hadis bilan xabar aynan ishlatiladi. Yana birisi asar. Yani asar deb keldi, asar degan bu shu. Endi mana kitob tarix kirmaydi. Asar ma yana o'xshashligida birinchi ang
Şu qarash, şu xabar, hadis, asar hammasi o'xshash bir ma'noda. Mush kitobning ichidagi mazmunlarni shu bo'yicha davom qildi. Bundan keyingi ichidagi mazmunlarni shu bo'yicha davom qildi. Shunga kallanlarda hadis, xabar, asar kelib qolsa, hadisni boshqa, xabarni boshqa qilib olsam, va kitobning ichiga tariflan farqli qolgan. Hadis nima desa shu mavzu payg'ambar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Xabar nima desa shu, asar nima desa shu. Ammo nerede ixtiloflarda tarixda uzoq farqlanishlar bo'lgan bo'lsa, xuddi xabarga o'xshash, hadis asardami ma'lum farqlanishlar bor. Masalan, asar degan lug'atda asar baqiyat shay, bir narsadan qolgan izi, masalan, qalbiqi. Islohda nima desa, islohda ikki so'z bor. Birinchisi hadisga murodi. Masalan, biz tarjima qilayotganimiz shu, uning ma'nosi islohda xuddi hadisning ma'nosi o'xshaydi. Xabarmi shu, asarmi shu, hadismi shu, aynan shu mavzu payg'ambar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ammo yana bir qarash nima mug'ayirlar. Endi bu shu nima deyki, Mağrur Nehr ulamalarımızdan ki, mesela Horasan, Matrat ulamalarımızdan ki, mesela yana bir şey olan ıslahi maşkinisi, bu ne böylese sahabe tabi'illerine nispet bilgen söz ve hareketlerine deyimiz, eserdeyimiz dedi. Sahabenin ki, ya ki tabi'inin kelgenlerini biz eserdeyimiz dedi. Bunu biz onu sahabenin kelgen bolsa, mevkudda tabi'inin kelgen, maktubda bunu edistep atan öğürlük, bunu eserlikçe has kılmalı. Ama bazı kitaplarda, mesela bu ecemler, ulamalarımız yazgan ma'lum kitaplarda eserlerden hadislarninki farqlari var ma'lum bor. Yaqin zaman maşallah bo'lmaganlar, burunqi ilgirki yozilgan ajam ustozlar yazgan kitaplarda farq bo'ldi. Mesela falan bu eser, hadis emas, eser ekan bu deb qo'ydi. Eser degani bu Rasululloh o'zi emas ekan, bu sahoba tabiindan so'zi ekan degan gapni ifodalamoqchi. Shunga mayda ikkinchi qarashim shu Rasulullohga nisbat bo'lgan emas. Tabi'in yoki sahabaga nisbat berilgan so'z va harakatlarni asardaymiz deydi. Ammo bu jiqcha umumiy bo'lgan qarash emas, faqat shu bir ajam ulamolarimiz, mualliflardan kelgan qarash. Ikkinchi birisi isnod degan emas, isnodning ikki ma'nosi bor. Isnod degan bir hadisni o'zining qoiliga mustaqil shaklda nisbat berish. Hadisni o'zining qoiliga degani hadisni agar Rasululloh degan bo'lsa, hadisning qoili Rasululloh. Eğer bu sözün ilgisi sahabe olan bolsa, mesela Ebu Bekir olan bolsa, sahabe. Eğer tabi'in oldu. Demek bir hadisine uzun ilgisi uzun kailiga sınaklık şekilde. Mesela ben anladım, palanıdım. O palanı anlattırken palanıdım da bu sınaklık şekilde, nispet bir şekilde ne kılgan nispet bir şeyin uzunu bunu biz sınat deyimiz. Biz kılgan hareketimizin, fiilimizin sınat deyimiz. Bu birinci bir manası. Yeni birisi kasısı Silsiletur Rical el-Musil metni. Yani şu metniye yetkizildiğin raviler zinciri. Yani biz men anladım, Emet anladı, Semet anladı falan diyen okşaş. Ravilerdeki haddesine pulan, en pulan. Kâlı Resulullah ahir kâyece. Sen şu Resulullah ile şu hadisini bize diyen kişi arasındaki şu metniye apağı çoğun ravilerin ismi o zinciri bağlanan muşine nem deyimiz sınad deyimiz deyimiz. Isnad degan bu ma'noga ishildi. Isnadning shunga ikki ma'nosi bor. Biri qaysi ma'no? Azvul hadis ila qailihi, ikkinchi bo'lsa silsilatur rijal al-musla. Ana agar ma'vo biz sanadni hozir tushuntiramiz, mushu ikkinchi ma'no bilan bo'lgan chog'da silsilatur rijal al-musla matn bo'lgan chog'da u sanad bilan ma'nodash bo'ldi. Sanad deganimiz shu, sanad deganimiz islohda silsilatur rijal al-musla matn. Shu raviylar zanjiri. Mesela ben anladım, o falan anladım. Bunda bağlanan raviler zincirini biz senet deyimiz. Muş isnat mı? İkinci manası şu. Isnat ile senet mana olan muradif yani. Manada şu an oldu. İkisi bir manada olan oldu. Senet kesak senet diye lügat muhtemed diyen gap. Yani tanıyılan tirek, yani asas diyen gap. Yani keyin diye. Ama bu nümüşün ahina tirek bunun asası ataldığı çünkü hadis şu nimega şu senetke tayinodu ve onun asası oldu. Şunun için üzerindeki bir hadis dişimiz için çok şu senet bulmasa o hadis bulanmaydı. Yani aşağı dayanmaz olmağaçka şunu senet degenden bilat oldu. İstilahda ne ise şu bayaq isnadninki ikinci manası şu. Qaysa silsilatur rical el-muslil metni. Metne yetkizildiğin raviler zinciri. Mesela hadisine pulan dedi. Şu pulanlar, şu ravilerin isimliki ravilerin zinciri bağlanan bunu bir senet deyimiz. Dokuzuncu bir bildiğin nazım metne degen nima ekan deydi. Metne degen ma suliba va tafamiyalar. Asl lug'atda zimindimida dönge kütülüp qolgan qattiq bir munda adam masib tushib ketadigan bir izliqdagi qashday bir yerlar bor. Bu hina metne deymiz.
Ama ıslah nima desa, ma yantahi ilayhi sanad minal kalam. Haddasana pulan qala sami'tu pulan degan gapni tugab, sanad tugab, oxirida qala Rasululloh degan gap bor, o'shaga shu yana qala Rasulullohdan keyingi so'z, shuni bo'ldiki qala Abu Bakr yoki qala Umar degan shu deymiz, shu sanad oxirlashib boshlangan kalam buni bo'lgan bo'lsa, va matn bo'lgan bo'ldi. Agar u kalam bo'lsa, agar kalamni bar sanad uningga yetib borgan narsani biz islohda matn deymiz. Yana birisi musnad. Musnad deganninki ikki xil ma'nosi bor. So'ngda bir musnad degan lug'at nimasi aslida şey ilaydigan bir chiqqan bir ism maf'ul, ya'ni uylangan degan musnad degan bir uylangan degan gap bor shunda. Aslida degan bir yul degan gap. Yani aslida şey ilay bir narsa uning uylida ya bi ma'na azzahu va nasba ilayhi. Uningga javob, uni uylab, unga nisbat berdi va nasabahu lahu. Uning uylida, ya'ni uning döngida va nasabahu uningga nisbat berdi degandan musnad javob nisbat berilgan, uning javob uylangan degandek, ana shunday bir ism maf'ul shaklidagi bir siyg'a lug'atda. Islohda nima desa, islohda uningki 3 ta ma'nosidagi birinchi ma'nosi bu bir kitobning ismi. Mesela Musnad İmam Ahmed deb atalganlar, bu kitoblarninki biz keyin ayrim to'xtalamiz. Kitoblarninki mesela bir kitoblar bor, Jami degan nom bilan. Bir kitoblar bor, Sunan nomi bilan. Bir kitoblar bor, Musnad nomi bilan. Bir kitoblar bor, Ma'ajim nomi bilan. Demak bu kitoblarning ismi bunday qo'yib qo'yilsa emas. Shu o kitobning turiga dalolat qildi. Musnad deganmi bu bir kitobning turi. U qanday turli kitob desa, her bir sahabeningki rivoyat qilgan hadislari ayrim bob to'plangan hadis. Masalan, Ma'u Abu Bakr rivoyat qilgan hadislarni Ma'u 2 bab, Ma'u Umarninki uningki anda fiqh bob bilan Ma'u kitobut tahorat, Ma'u kitobuz zakat emas, uning u anda bobda emas, her bir sahabeningki rivoyatlari ayrim to'plangan, alohida to'plangan bir kitob yozish, ya'ni kitob ta'lif qilish shaklining o'zini biz musnad deymiz. Yani kullu kitabın cumhuriyetihin mevvel kullu sahabe alahide. Her bir sahabenin rivayet kılgan hadisleri alahide toplangan bir kitapni, her qanday kitapni musnad deyiladi. Yani senet muttasil olup merfu olgan bir hadis. Yani şey, hadis merfu olganmış. Yani hadis merfu degan nima deb qolgan? Hadis merfu degan bevosita payg'ambarimizga nisbat berilgan. Hadis quddusi degan Allohga nisbat berilgani, mavquf deganimiz sahabelerimiz Resulullah nisbat berilgani, qudusi deganimiz Allohga nisbat berilib, Alloh bunday deb Allohning Rasululloh hikoya qilgani, marfu deganimiz Rasulullohning o'ziga nisbat berilgani, marfu, mavquf deganimiz sahabiga, maqsudimiz tabiinga bundaylik. Kimning degan qarab hadisning ayrim ismlari bor. Marfu deganimiz Rasulullohga nisbat berilgani. Bu sahabining so'zi emas, tabiinning emas. Bu söz Resulullah'a nisbat berilgan marfu. İkinci biri bununki senedi muttasil. Senedi muttasil degan sanatni o'qib raviylar ma'lumot anlagan odamlar orasida raviy tushib qolmagan. Bu vosita shu tuvindagi kishi o'zining yuqorisidagi odamdan hadisni mubashiratan, ya'ni orliq odam tushib qolmasdan bevosita olgan bo'lsa, buni istisol deymiz. Chiqirdi darslar, keyingi darsda biri muttasil bo'lgan, ham marfu bo'lgan, ikki shart bo'lgan har qanday hadisni deymiz, yana musnad deymiz. Hadis musnadkan degani buningda ham marfu ekan bu hadis, ham isnodi muttasil ekan degan bo'ladi. Yana bir ma'nosi qolsa, uni bilan sanad iroda qilinadi deydi. Abay degan sanad isnod bilan ma'nosh bo'lgan bir sanad var ya, yana sizlar turrijal al-musnad al-matn degan, mushuni, mushu musnad deb lekin atab qopti, buni aytishildi. Bunda olgan chog'da bu o'sha masdara mimi bo'lgan bo'ldi, haliq mimliq masdar bo'lgan bo'ldi, sanad ma'nosida. İkinci bir anda musnad emas, musnid. Yani ism fa'il shaklida bu asnadan chiqqan ism fa'il, musnad bu xalsa birinchi ma'nosi bu hadisni nima qilgan, hadisni sanadilar rivoyat qilgan. Masalan, anda hadisni hadisna pulan deb hadisni sanadilar rivoyat qilgan har qanday odamni musnad deydi. Mayli uni qishida shu rivoyat qilgan hadisninki ilmi, diroya ilmlari, uning qoidalari, aql ma'lumoti bo'lsin, yoki faqat rivoyat qilishni biladigan, anglab yetkazibdi. Ondan boshqa ma'lumot yo'q odam bo'lsin, o'qishligida buni biz musnad deymiz. Yana birisi bu musnad deganimiz hadis bilan shug'ullanganlarga bo'ladigan eng tuban unvon. Musnad deganimiz. Musnad deganimiz hadisni sanatlar rivoyat qiladigan odam. Bundan boshqa ortiqcha
nima yo'q, aniq masala. Yana birisi muhaddis. Muhaddis deb kas muhaddisga nima kelmaydi? Muhaddis degan emas. Musnaddan bir daraja yuqori bo'lgan bir cho'ng unvon u xosisa hadis ilmi bilan ham rivoyatda ham diroyat mashg'ul bo'lgan. Mushu rivoyatninki aholatlardan ham u roviylarning aholining ko'pincha xabardor bo'lgan. Rivoyat degan muhaddis deganimiz hem hadis rivoyat qilish ishlari bilan mashg'ul, rivoyatdan ham diroyatdan bu hadisninki masalan ulum hadis rivoyat diroyat ishga bo'lamiz. Ya'ni mushu diroya shaklidagi masalan bunda mustalahul hadis uning qoidalarini biladigan, hem hadis rivoyat ilmini biladigan, hem rivoyat hem roviylarning ahvollariga masalan rijollarga roviylarning buning ahvollaridan xabari bo'lgan bir odamni biz muhaddis deymiz. Bu yani hadis sohasidagi ikkinchi darajalik. Aniq deymiz ama bundan sanagan tumandan sanaganda ikkinchi darajalik unvonning birisi. Endi ma hofiz deydi. Hofiz degani bu unvonlarningki eng yomonlaridan. Bu aniq muhaddislarningki eng aniq yuqori maqomga yetgan muhaddisdan ustun bo'lgan unvon bu masalan birinchi qarashdagi muhaddislardan ma'noda debdi. Ikkinchisi o muhaddisdan yuqori. Şoň her qanday muhaddisni hofiz deganni atamagan. Nurg'un kitoblar qarasak, kitoblarda hofiz degani normal bo'lgan muhaddislar emas, normal bo'lgan muhaddislardan bir daraja yuqori. Masalan, arfa'u darajatin men muhaddisdan bir daraja yuqori. Qanday bo'lsa, bihays yakunu ma ya'rifu fi kulli tabaqa aksara min ma'rifa. Buningki har bir tabaqada bilganlari bilmaganlardan ko'p. Masalan, o bizning ravi bo'lib sanatga aloqador nimalarda masalan rijol tabaqalarda buni o'zininki bilishligimiz kitob qarab bilgan emas. Buni yodisi o'zininki malaikasi bilan xotirlagan buning ilmi bilmagan qarg'an vaqtida nihoyat ko'p bo'lgan bo'lsa, masalan bir tabaqada dedik qo'p 5000 odam bor desak, masalan tabiin keyingi tabaqada buni oz deganda 3000 ninki uningki ahvolini bilsa, masalan o'tgan dedik qo'p sahobalarda 500 dan ortiq sahoba bordi bizningki shu hadis buningki unudimmi onunki tarihi, onun tarajümlerinden onun çıkını bilgen bolsa yani bilmegen az bolgan bolsa bunun ismi hafız olur. Yani ama hakim deydi. Hakim deganimiz hadis ilminin hemmisine ait çava tuluq bilgen onundan zat ilmilerninki ba'zine karşı asasen azraq. Ait azgını bir narsani bunu bilmisima bu azgını bir narsadan başka hiç qanday bir narsa onun ketib qalmagan. Hemmini ihata qilib juglab ilmdan birini cevap algan kishini biz hakim deymiz deydi. Bu munoyat cho'ng bo'lgan unvondan birisi. Endi ba'zi kitoblar mening deb birolar unvonni qatib qo'ygan. Bu mu ulumul ilmida muhaddislar sohasida eng katta unvon. Masalan Imom Buxoriydek, Imom Muslimdek amandaliqqa shu sohadagi mislsiz bir qancha odamlarga berilgan unvondan birisi. Buning yuqorisi unvon yo'q. Amirul Mu'minin deb chiqib qolsa hadis sohasida xalif şahı o'ylab qolmasak bo'ladi. Bu muhaddislar sohasida ishlatilgan unvonlardan birisi. Ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.